naq maydondagi tomoshabin do'stlar, shundaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Hozirgi vaqtlar xayrlik bo'lsin. Ko'rayotganlar Xinjiang Changzhou guruhi tajdorligidagi Xinjiang Changzhou guruhi organ saloni bevosita tarqitishda ko'rsatilayotgan Dab bulanmadan programmasi. Riyosatchi Gulqahiradan sizlarga mehrlik salom. Yaqin do'stlar, parasatlardan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Gulqahira, xo'sh. Xo'sh. Yığılıqlar, dab bulanmadan programmasi üzülməydi. Dab bulanmagan gap sözlər, aytılıb bulanmagan naqşılar, deyilib bulanmagan bayanlar dab bulanmadan programmasiga hazır bo'lib turibdi. Xo'sh, bugun nima yığılıqlar barkin? Tunugun sizga faqat gap bermagandim. Bugun sizning yığılıqlarınızı anglaymikin deb bir anlıqçı süptiri keldim. Aslında genda. Men dedim indi Gulqahira. Sizin yoluqqanışınız şundaqlıq qızqarlıq komediyalar-ku, onun üstüne falaket yolu qilib turgansiz demasiz. Men ana falaket yoluqmayman, lekin uchirgan shu nima deymiz? Uchirgan tragediyani komediyaga aylantirib o'tadigan maqsadda. Masalan. To'xtang. Masalan, bunda bo'ldi qarang. Ma'u bir qanaq desangiz, ma'u yechin vaqtida hammamiz uydan tala chiqamdiq emasmi? Men nega bir solon qoldim-da. Atamlarning uyida, men, ayolim, qizim uchimiz solon qoldik qarang. Shuni qanday bo'ldi bu yerda demaysiz? Dasturda har qanday ham cho'ng'iga borganda bir hafta 10 kun tursangiz bo'ladi. Voy, shundaq mehmondorchilik, voy keling bilan, yang bilan, voy nima yeysiz bilan ko'nglingiz nimtatida bilan. Topdingiz. Bir hafta 10 kun o'tgandan keyin patmadingiz. Voy, yavramsa-yu deb kirgan vaqtimizda. Voy, elang davatqanmiz. 10 kunlar aytib, shuna vallahi qanaqa kirib keldingiz deng. Abamı desek. Yo'q. Apa qanaqa buna qildingiz? Herkes bu apamlarnikiga qilibniki. Chaq qoqqan emas, o'zini chaqchaq qilib qildi. Chaqchaq qilganmiz o'zimizni bir xil ganga qoldik. Odatda biz dashoga berib, dashoda o'qigan vaqtimizlarni mana shunaqday. Dashoda o'qib, ta'til bo'lgan vaqtda uyga qaytadiq-da, uyga qaytgan dastlab kunduz degan bo'ldi. Voy jinim balam, ko'nglim tata jinim balam, o'qib berib ketgan jinim balam, tomoqlar faqat ko'ngil tatmaydi jinim balam. Mening amraqdim, bu to'qkesh qilib beraymi, dopanja qilib beraymi, sen mushning amraqdim. To'xtig'ina, men yapma qilib beray, sen mushning amraqdim balam. Voy balam jiqraq o'qilvolay bo'ldi. Atiganda sar turib japotat ugnish qilib shundaq yerib ketding. 2 kundan keyin qarz. Hey, qo'tmamsa, qachongacha yotsa, ha? Men xalqning qizlari nima ish qilyapti-du? Biz xalqning qizlari nima ish qildiganda, qanday tug'diganda deymanjimi? Biz xalqning qizlarini atiganda turib, ota-onasiga yordamlashib, bu choylarni tayyorlab, hamma ishlarni qilib ketadigan, qara yetishini. Naq o'sha. Patmaymiz 2 kundan keyin ilq butunlay o'zgaraydi jahonning ichi. Rasmiy. Biz mana shu qoldi tag'in oldin qatdim. Men choy jiq turmaslik kerak shu. Meyman. Tashida mana shunaqa bo'lgan-ku. Osh turgan beti bir yerim ay turib o'tgan ekan biz. Jiqishlar kutdingmi? Voy, vashshi. Voy, dasturda bunda bo'ldi qarang. Voy, bu jinim balam men amdan kelibdi deblar, bir qo'yni so'yiblar, bir qo'y go'shtini akirib olganda. Mening opam o'xshash qilibdi. Shuni mana go'shtlarni qurib o'qib yedik. 10 kun o'tdi, qarsam Bingshanga qilibsa qo'yib qarang. Shunaqa qilib qanaqa qildilar? Uyg'on zanjirni. Voy, qanaqa ketdingiz? Voy, bil uxmaysa qo'yiblar bana deb. Mana. Ish bo'ldi. Papaq turib. Endi alqiyadim keldi, bu ishlagan bizningki zo'ping edi-ku. Otamning bir qiziqchiligini depadim sizga. Oshchaqlar qanaqa qiziqib ketdi desangiz, masalan, endi siz bir do'stingizga pul berib qo'ysiz. Pul berib turib, unutib qolgan ba'zi bir ahvollar bo'ladimi bunda? Bo'ldi. Masalan, bir 2 koy, 50 koy olsak unutib qolamiz, ha? Unutib qolamiz. Masalan, bir nima so'zlab beray, ha? Men qanday kim bilmayman, qarang, 20 koy, 30 koy so'raydiganlar bormiydi-ku. 20 koy, 30 koy so'raydiganlar. 1 koy so'raydiganlar bor. Endi bu pulni berib turgandan keyin qaytirib beray desangiz, qaytirib ber deydisangiz, faqat 20-30 koy. Qaytirib berma deychi bo'ldi desangiz, lekin bu umid tursa, shuni bilan qanaqa qilgan bo'ldim siz, men bundan amal topdim-da. 20-30 koy pul so'raganlarga, adash, 20-30 koy pul so'ramay, cho'ng so'rag'ina deblar. 200 koylar so'ramasam etpirdan qoldim, ha? So'rashqim absurd emasmi? Shuni bilan qanaqa bo'ldi demaysiz? 200 koy yo'q qoldi shuni. Bu gapning oxiri emas bir chiqdi-ku.
Şundan xiyalimda jiqaroq berib qo'ysam, jiqaroq evolma deb xiyol qilsam. Ishni ko'rmay, buni etmadim masalan, ha. Avvagandan keyin ya men yuvatamda, ya gapim qaytirmamda, anaqa qilib qarang. Shuning bilan men xiyolim. Men shuni qo'yib berib turing, ha. Xiyolimda ana shu pulni so'rg'il bo'lmaydi. Jiqaroq so'rg'il bo'ldi deb xiyolimda. Qilsam ashna bu qoldi ekan. Lekin otam bir amal o'g'it qo'ydi qarang boshqa. Askar pul turishga bir amal o'g'it qo'ydi deb birayman. Bir vaqt qanday bo'ldi? Bir otamdan bir 300 kun, 400 kun pul oldim degan men. Til qo'yib turmadi. Oylar o'tdi, yillar o'tdi deganda ham yomon unutilib qolibdim. Unutilib qolibsiz, ha. Unutilib qolib, shuni opam tomoq qilib keldi. Akiledi, shuni ollang, ham tomoq yey deb o'tasak otamanki qarab. Aparatcha elga o'xshabdimi dedi. Voy, shunda o'xshabdi ota desam, ha, men sizga berganlik 300 kdek o'xshabdimi dedi. Voy, rasmdan olgan pul otma berib o'tadi deb men unutib qolibman. Yana unutib qolibman, shuni qarasam otam osmon qarab turibdi. Ochiqlanib bir narsaga. Nimaga ochiqlanayotganini deb yana qo'yib, voy, nima bo'ldingiz ota? Nima qarayapsiz desam, bulut ko'rdingizmi bulutni dedi. Ay, men siz berib turgan 300 kga pul o'xshamdi ekan dedi. Eslaysiz-da, ha? Men opdan amalga, men yaxshi chartganman, ha. Bu ashna Allohning pullarni ashna ovozingizda bildik demoqchi bo'l do'stlarga hamda. Men bo'lgan chartgan. Meni bir og'inam da bunda so'radi mendan. Ha. Odash dedi. Ha, desam. Tunji mavtning yodingda bormi deb so'radi. Tunji mavtni aslatdi. Tunji mavtdingiz, ha. Amaliyot ras yodimda danga bu. Ha. Tunji mavt degan. Tunji mavt tursa u. Ha. O to'liqsizda o'qiyotgan vaqtlarimiz ham kapsizda biz. Voy, to'liqsizdan boshlaganda siz muhabbat safiringizni oldin qilsam yurgak chiqib qoldi. Navbatda to'g'rika. Yurgak. Biz yurgak chiqib qoldik-da. Shuning bilanki tunji mavtni asli olamsa deganda, voy, men chiroy taqib turib butun nimasini debmadim. Ha. Degach o'zim yodig'im keldi endi. Kep o'tasam, dedi. Odash nima bo'ldi? Muhabbatdan paran qilib qolding desam, bir haftadan oldin men noga mashgul pul yodingda bormi dedi. Voy! Sen pul oldingmi deb unutib qolgan bu pulni. Shunga, tunji mavtning yodingda bor. Gap, Men sen berib turgan bir 5 ga yodingda yo'q dedi qarang. Shuna qilib qarang bu pulni. Demakchi bu. Men amal yaxshi amal ekanman bu. Shunga do'stlarga esimda qilishcha shu sizlar shuni bir video qilib ishlagan bir ishlar bayliqqa o'yga solinib qolgan vaqtda. Shunda qiziqganda, yana bir qitim ko'rgim kelyapti. Menimcha ekran oldida ko'rman do'stlarning tan ko'rgisi bor deyman. Hozir hamda yuravergandan keyin saltirib qo'yib berilmikin do'stlar. Saltirib qo'yib kirgach tursin do'stlar-chi. Kirgach turgan backpage filmlar bor. Bugun ham paradkamning kuni. Bugun paradkamning maxsus bugun paradkamning shu burun o'tgan ishlari tunugun o'tgan ishlardan tortib, shu 1 minutni oldin qishirgacha so'rab chiqamiz. Bugun anavisi bugungi programmamizni parad kuni deb to'xtatdikmi? Parad kuni deb to'xtatdik. Bo'pti. Bugun nima ish so'zlamayman, men desangiz. Bosh program boshlanishdan 3 minut burun men rejissor Abbosjonga, rejissor Umarjonga deb qo'ygandim. Bosh program boshlanishdan burun xapo'may menga bir eskartib qo'ysanglar deb. Shunlar ular eskartib qo'ydi, 3 minut qoldi deb. Shunlar tayyor to'kib qo'ygan kaliyli kolagenlik oqsil peptidimning to'piga quyiblar 60 gradus qaynoq suvni. Shunlar ichib oldim. Barliq g'alvam tugdi degan gap. Shun xotirjam kelib bir anglag'uchi subtir keldim. Onda olsa menga bir narsa. G'alva qilmayman, qat'iy g'alva qilmayman. Onasi bunday qildi. Bugun ikkimizda shu anama pitni ichib. Ha. O'tirib pilni o'qib o'tiraylar olsa. Qanday? Bu men pilni tuniga o'qib bo'ldim. Tunaga nurg'un do'stlar qarasa pilni qilib qarasa telefonlarni qabul qildingiz aytaqo. Ras, bunda qoldi tunugun. Tunugimiz jibodan tushdik-ku, jibodan tushib, bevosita vaqtda shunlan xizmatdoshlar javob chekdinglar, endi oylik qaytayli, u bu deb deganning hammanglar og'iz so'rashib ketdimiz-ku, biz bevosita tushgandan keyin. Shu bilan program gruppasiga noyt xo'shal tunugun demisim deganning 3 kilo o'riqligini ozda bir kilimdiq. Bir sam men so'zlab chiqdim-ku tunugun. Gap bermidim hech qaysinglarga. Shuning bilan men tushib, voy javob chekdim. O'zi bilan böyle so'qishga tasqal tunugina. Durostmi 3 kilo o'riqlab ketdim. Shuning bilan sizlarga mush xo'sh xabarim deyman deb bir sanni to'liq oldim demaysizlar. Anondan keyin mush jibodan tushgandan keyin amiz xayr xo'sh deb shirkatning ishigidan shundal alayda bir tutib yay tegmasdilla. Telefon kelib qoldi. Shuning bilan telefon kelib qolganda alaymi, olmaymi? Olgan telefonmi, olmaydigan telefon biroz urqaganmi deya deb, ammachu deb
aş liftni aldık kep bop, to'xtig'ini olay deb, aş somkam deganni tashlab yugurab qoldim, ammo yugurab qoldim. Oxir telefonning oldiga vaqtida keldim. Bir sayrish qolgan avvalda ulgurib shunlan. Va yaxshimsiz? Qanaqa ahvolingiz? Xinjiang Changzhou Guruyi mushu nima deymiz? Telefon qabul qilish qiziq liniyasi demdik. Xinjiang Changzhou Guruyi telefon qabul qilish qiziq liniyasidan ismim Gulqayra degannikilar. Va yaxshimsiz? Qanaqa ahvolingiz? Ovozingiz ajab tonu ash deydi. Shunlan yaxshimsiz? Men Xinjiang Changzhou Guruyi organ salonida bevosita taqitilib deb bo'lamidim programmasining riyosatchisi ismim Gulqayra degandikin. Ha, tonidim, ismingiz tonidim. Men Qashqar poskamdan. Men programmani ko'rgandim. Qaylislar deydi. Qaylislar men programmani ko'rgandim. Shuning bilan bu filmlar degan jiqadam ko'rib turishni qaradim. Ha, jiqadam bu filmlar degan qizib ketib bordi. Filmlaringiz shundan yaxshi deb filmlaringiz deb ketdi. Shuning bilan qo'shalman degan. Voy deb deganning ovozini o'zgarib ketdi. Shuning bilan voy rahmat sizga desam, yaxshi taklif fikrlaringiz bormi dedim. Degandiki shunda oyajon sizlayapti menda. Degandiki yil qadam qo'yib. Ba, filmlar qizigandan boshqa shu kaliyiligi, kollagenlik peptidda deydi. Bizning Changzhou Guruyining ko'zir mahsuloti kaliyiligi, kollagenlik oqsil peptidi. Men mushsanni, bir sanda butunlay mushninga gapini qildim. Mening jigarda ig'irmay batdi. Shu sababli men samirib qolgandim. Uning ustiga o'riqilish mahsulotini yeyman deb, fandan bo'lib ketgan ahvollar batdi. Shunlashqa men 15 kunning ichida 3 kilo o'riqlab jigarga may tushgan ahvollar bor dedim. Desam yilqa. Shuni degandingiz mushu filmingizdan ko'rdim. Paradjon bilan hali qiziqchi vargo turpanliq adash deydi. Men adashdim-da. Adash deydi. Hali turpanliq adash vargo qiziqchi adash deydi. Desam, "Bak qiz ekan-ku" deb birdan paranglashdik. Qo'yadi. Sumkamni qo'yib oldirmay paranglashdik. Meni gapim qildiqlar aka. Voy, ig'ir, siz deganning sodiq cho'qingunchingizga u shuning bilan dedi degandiki, "Voy, rahmat, shundoq yaxshi qiz deb beryapti" deb ashtasam, "Filmlaringlar bak qizib ketib bordi. Shundoq qilibmish kaliyiligi, kollagenlik peptidlarni qanday satdinglar" deydi. Shuning bilan bu ahvolingiz qarta Xinjiang Changzhou Guruyining ko'zir mahsuloti bo'lgan kaliyiligi, kollagenlik oqsil peptidimizni asli bahosi 1180 yuandan hozir shu Depolamidim programmasi orqali biz sizlarga to'xtamay tashviq qilayotgan setilish bahsi, ya'ni Undidarning izlash ramkasidan kirib, energiya bozorimiz orqali mush faoliyat qilayotgan faoliyat bayimiz, onun boshqa sovg'atliklarimiz bilan qo'shib 980 yuan, VIP darajasi, vakolatchilik darajasi, shirkat hamkorlash qushliq darajasiga qarta, mush iste'molchilardan tatib bir qop og'inizdan tatib mukofot ba, e'tibor ba hozir 1180 yuandan 980 yuan tushirdik. Bir qopdan 30 tal chiqdi. Boş 30 talda kunda bir tal ishki, kunda bir tal ishchisiz, anoning ket 30 kun yutadi dedim. Degandikin, "Voy bo'ldi-kan, men filmligimni qo'shib ishlanjima, jiqadam ko'rdik, men o'ydikilni hammasi ko'rib maqtab ketdi" dedi. Xo'shal, voy haduqchi ketdi-ku, tunigin. Haduq ig'irchi ketdi. Tunigin qarasam shu Gulqayra ashta telefonda sizga ketdi. Shuning bilan anoning ket, desam, shunday qilib men ayolim, mush onam batdi, film oldin ko'rib 3 qop olay degan deydi. Darhol ash nomerni men yozib oldim. Bo'ladi. Men sizning nomeringizni yozib oldim. Mulozimat qiziq liniyasi orqali nomeringizni yozib oldim. Tafsiliy tushuntirib, men undidoringizni qo'shib, tafsiliy tushuntirib sizga anandan qilay undidoringizni izlash ramkasidan kirib, energiya bozorimizga kirib, faoliyatlik, sovg'atlik, nurg'unlagan bizning e'tibor bog'larimiz bor, faoliyatlik bor, sovg'atliklarimiz bor. Darajangiz qarab o'xshamaydi. Nima ishingizga qat'iy nazar bizning Changzhou Guruyi bu Depolamidim programmasininki bevosita taqsimotsi orqali mush programmaga qatnashib, mush mahsulotni setib olganlar qarta nurg'unlagan yaxshi e'tibor bog'larni qo'llangandan sirt bizningki ichimliklarimiz bor, nurg'unlagan yaxshi so'qmoqlarimiz bor, quvvat nonlarimiz bor degandek mushlardan tatib faoliyat qilyapti, sovg'atlik qilib setib olsangiz bo'ldi, tafsilotini men deb berma deb degandan keyin men ko'rdim. Nurg'un odatlaringiz bor ekan. Shuning bilan tuzatdingizmi? deydi. O'zingizning nachar odatlaringiz yomon jiq taklif etasiz. Yilqa adam. Vaqt yapmaydigan. Tutibapti. Hammasi tutibapti. Ondan so'ng
Bu adamlıkka sağlamlıkka bek ehmiyet yöneldim ki. Bekla, şunu bilen dedi. Filmleri aldın körep, bir munç adatlarınız var ki ufkam. Şunu bilen tüztüpsiz. Şuna kılıp ben 3 kap alay degende, etigenle ep ketdi qarang. Etigenle mi? Etigenle ep ketdi. Tünögün geçti ündidarımni qo'shib oldim. Bu poskamliq akamiz etigenle ep ketdi. Aylı boyunca 3 adam. Onda olsa bizning tünögün deganlar sağlamlık bilimlerimiz olsun, qiziqarli gaplarimiz olsun. Yana bir poskamliq akamiz shu vaqtda telefon qilibdi ki, ikkisi bir yerdinki. Bir oylik ishlarimi qo'shnimi o'qimadim. Har ikkisi ko'ga o'xshaydiki, omi poskamliq akamizga. U akamizga undidarini qo'shib gap qilish unutib qolibdi ekanman. U akamiz bo'ldi qilmay oyada. Meni qo'shma deb mulozimat qiziq liniyasiga atdiganda telefon qilib atdiganda. Shuning bilan bizningki o'sha setish bo'limida naytdi tajribalik butun shirkat qoyilligiga erishgan mushu Sidiq muallimninki yordamchisi bo'lgan Otgan madamga telefon qilib, bu bir qiz olyapti, filmi chiqib turibdi ekan, mishadin ko'rgandim salon oldin. Qo'shan desam, oqshom bijralik gap qilayotgan qo'shmidi deb. Otgan madam shuni qo'shib paralashibdi. Men atiganda 3 qopni u odamga tavsiya qilib sotgan bo'ldim. Tuyuqsiz bir sotuvchiga aylanib ketdim. Chunki xaridor mush mahsulotning yaxshiligini o'zligidan izlab bizdan ilyapti. Yana bir akamiz otgan madam mavakaldan kechirim so'rab, kechirimiz riyosatchimiz aldirab ishdan keyin tushgachga charchab qolgan o'xshaydi, sizni qo'shmay deb yilqi poskamliq akamizni otgan madam mavakaldan kechirim so'rab poskamliq akamizga tushuntirib qo'yibdi. Bundaq bir yaxshi ishlar bo'ldi Tunögün. Onda Tunögün bugun kayfiyatimiz shunday yaxshi ekanda shu an. Ajoyib. Onda Tunögün bizning degan gaplarimiz, so'zlarimiz ig'ir ta'sir qildi. Ha? Xayolimdan Tunögün do'stan zerik turib qo'ygandimizmi deganni xayol qildim-chu. Nima deganda sog'lomlik cho'qim ahamiyat bermasak bo'lmaydigan, lekin biz sal qarayotgan bir masala bu. Bu desiniz qandaymiz? Hozir biz sog'lom bo'lganki, u gaplar bak quloqqa kirib qo'shaq ketmaydi dana. Siz mi qo'shildingizmi Tunögün? Chambirak deganga chiqirib, mana deb deganning adam ko'rib o'tibdi desam, voy ko'mayotgandiki deganmi deb bir muncha salonchi do'stlarim batdi. Sinov filmlarini izchil taqib o'tibmizmi? Mush deb planmadimni. Ko'mamdiki deb nimadoq ko'nglimiz kelgan gaplarni qilsa deb degan bir muncha xat yozib, 7 salondan 8 salondan deplamdan programmamiz kelib, 20 salondan bizningki ishlayotgan filmimiz bilan mushu kesilingan mushu shpinamdiq, dön shpinlarimiz 20 odamning salon boshquruvchidan keldi menga. Demak, bizningki mushu programmamizni yoqtirib ko'rayotganlar bek ko'pkan. Bu gapimni shundaq jiq gaplarim bor, rahmat aytadigan deb bo'lolmayman da sizlarga. Shunga paratkamga olib qo'ydim bugun. Ha, rahmat. Tunögün shu endi salomlik to'g'risida azroq bir suhbatlashdik, paranglashdik. Tunögün qismini ko'rgan do'stlar bo'lishi mumkin, ko'rmagan do'stlar bo'lishi mumkin. Yana shuni bir ta'kidlab deyli desak, yana anda bo'lsa bugun siz mush kayfiyatingiz xo'shal bo'lgankin. Kayfiyatingiz nayt xo'shal bo'lgankin. Bu kitobda yurganima qilyapmiz, do'stlar saqlayapmiz. Mush kayfiyatingizga mening taklifim bir maydon usul o'ynayapsiz, qanday bo'ladi degan xiyolim bor. Voy, mening usul o'ynaganimni bir maktab yuzida ko'rganman to'g'ris. Maktab yuzida usul o'ynaganimni ko'rganman to'g'ris. Chiroq o'ynaysiz-ku. Ancha emasjimi? O'riqligimni tabriklab bir o'ynataymi? Shu programma guruhsidagilar bilan birga. Program guruhsidagilar bilan birga shu o'riqligimni tabriklab o'ynataymi? Ha, bir o'ynayotgan qara javob bormi? Rahmat. Xo'sh, men cho'qim maslash berdi-ku deyman programma guruhsidagi. Lekin Tunögün qarasam Gulqayra bak o'maqlish ketgan. Bugun tig'im o'maqlish ketibsiz. Rahmat. Ras bir xil odamning qiliqi singlim qatorida-chimi? Amroqligini keltiribchi. Rahmat. Shunday qilib men bizning programma guruhida japoliq ishlayotgan Abbosjonni men bilan birga o'ynab berish taklif qilman. Hey, chavak. Xo'sh. Ma'lum chavak bormi? Chavak. Erpanjon, men o'ynayman deydi. Xo'sh. Oyajonlanib ketdi ya, qaysi muzikani qo'yaman deb hozir deganning. Ay, hammamiz bir oyajonlik bor.
Voy bu bo'lmaydi. Sho'g'aroq ey. Sho'g'aroq. Bo'lmaydi. Na, usulni qo'ymayman-da. Ey, Nazirkom qo'ysa, Nazirkom. Ey, bo'lmaydi. Xolidem deb izlab yozib qo'y. Nazirkom qo'ysin mayli. Oqida ma'vo bizning xizmat xodimlar hammamiz chiqib o'tirga. Gulnaram bo'lsin bo'ldi, Xolidem bo'lsin bo'ldi. Yappaqni qo'ydi. Amjada Nazirkomni talishamiz. Uni oqidan o'sha. Bo'pti. Qana narsa? Ana. Rahmat. Voy. Voy, qanday ketdi bu? Qanday ketdi bu? Bitta o'ynamoqchi dedim. Ha, qanday? Yo, oyajonlikmi? Shunda pejinibdi ya, do'stlar. Chavoq bormi? Voy, rahmat. Bilmayman dedi. Usloynash bilmayman dedi. Shunda katta o'yindingizg'u. Voy, rahmat. Bir mehning o'shaningizning mashhurib akatkida o'ynayapti lekin, ha? Voy, rahmatmi? Ras. Biz bir qo'shiq aytdinglarmi shu o'g'riqilgandan yoki hammadan maqtaydigan bo'lib qolgan meni. Chiroy, biyochin, qo'l, harakat, jichov, qamisi shuni olmay keldim. Voy, rahmat. Ha. San'at maktabida o'qiganligim mishadan chiqib. Tonish bir ovoz anglayotdi. Angladingizmi? Ras, sizcha ma'lum mishaga bir chiqmagan bo'lsangiz, nihoyat katta ish bo'ladida lekin. Tonish bir ovoz anglayotdi. Sidiq ma'lum. Yeb beribdi. 2 san bo'ldi sidiqcha ma'lumni ko'rmanlar ko'rmay. Biz ko'rishib deyman, ha. Mencha tunugunki mush sonda sidiq ma'lum bo'lish kerakdek qoida bo'yicha. Hamda mush programmamiz nomidan bugun hamda mening o'riqligimni tabriklab, undan boshqa mush programmamizning qattiq manganligini, inkaslarning intayin yaxshi bo'layotganligini, mush sidiq ma'lumning necha vaqtning yoki mush necha vaqt netsan programmamizda yaxshi dars so'zlab, menga ta'sir qilganligining yuzini qilib bo'lsimi, men programmaga chiqish kerakmi emasmi? Kerak. Unaqa o'z qiyiqas olqishimiz bilan sahnamizda Sidiq ma'lum. Yaxshimi, Sidiq ma'lum, yaxshimi? Didor g'animat bir ko'rsataylik ma'lum. Shundoq bir shu. Sizga intayin
Bilamsiz? Ha, bak sen de koygan bilan partiyaga o'xshamaydi ha. Shu. Ha. Ha, ko'raman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sidiqjon molim sizlarga salom. Qarashalmiz. Qarshi olamiz molim. İqtidorli, talantli riyosatchilar o'tirsa qisbilibmi? Molim deb. Molimning do'lti. Shu bugun o'qituvchilar bayrami ekan. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. To'g'ri, Sidiqjon molim. To'g'roq ishi sizga yor bo'lsin, teningiz salomat bo'lsin, ishingiz utuqliq bo'lsin. Mushu Xinjiang Changzhou guruhi ishlab chiqargan kaliyiligi kollagenlik oqsil peptidiga o'xshash mushu intayin ko'zurliq, natijalik bo'lgan har bir qadmingiz bozorliq bo'lsin. Voy rahmat. Şu an bizning ekran oldidagi ko'rayotgan do'stlarimiz ichidagi o'qituvchilarni ham o'qituvchilarning bayramini qizg'in tabriklayman. Qizg'in tabriklaymiz. O'qituvchilar bayramiga Muborak bo'lsin. Hey, ustoz, hamon ustozda biz mushu nuqtani unutib qolibmiz juma. Bugun mushu qutuq kunni unutib qolibmiz juma. Ras. Unutibmi qolmadinglar? Yodinglar kelmadi-da. Yo'q, ustoz yodimiz kelmaydigan ish bo'lamdi. Mush ustoz bo'lmiz, mush sahna bizga nada? Aslida biz kama qilibmiz ma'lum. To'g'ri. O'zimizdan ma'lum tushmaydi. Lekin bugungi o'qituvchilar bayramini ras yodimizdan chiqarib qo'yamiz. Haqiqatan chiqarib qo'yibdik. O'ng va so'l qanotlarim sizlar shu bütün hayajon hissiyotinglar bilan o'qituvchilar bayramini bir tabriklaytinglar. Ha? Dunyo yuzidagi mash'aldek butun qalbni yo'ritayotgan, bizning ma'naviyatimizni betayotgan ota-onamizdan qolsa ikkinchi mangulik ustozimiz. Bizning hayot yo'llarimizni tinab qolsak, yo'llarimizni tepayotgan, yig'lamsirab nega mengishimizni bilmay qolganda qo'limizdan g'oyivani bir tutib, ikki yonga qaratmay yetilab mengib, manzilimizning nada ekanligini hech bir minnatsiz, hech bir badalsiz biz uchun xizmat qilayotgan, qanchalik ta'riflasak tilimiz ojizlik qiladigan mush dunyo yuzidagi barliq ota-onamizdan qolsa mangu va manguga hurmatlaydigan ikkinchi ota-onamiz bo'lgan o'qituvchi ustozlarimiz bayraminglarga muborak bo'lsin. Men demoqchi bo'lgan gapni siz davosingiz. Endi men nima deyman? Amma nima deyman molim? Ta'riflasam Gulqayra ta'riflab bo'lsa, eng jafoli xizmatni qilayotgan, eng tuyan maoshni olayotgan shu o'qituvchi ustozlarning bayramini muboraklayman. Muborak bo'lsin. Tatliq bir gapni qildi. To'g'ri, rahmat. Hukumat eng yuqori maoshni o'qituvchilarimizga bersin degandek. To'g'ri. Shu o'qituvchilarning ajr amgiga intayin ko'p. Ko'z yumolmaymiz. O'qituvchi bo'lishmi? Nayt sharafli ulug' ish. Shunga sizlarning doim meni muallim deb chaqirib turganliklaringlardan bir xil hayajonlanib turman. O'zim bir xil o'zim besim berib turman. To'xtamasdan material ko'rib, mush bolalar mendan kutgan narsani deb bersam bo'ldi deb tirishib turman. Sizlarning bu so'zlaringiz menga ilhom madad bo'ldi. Bayta siz deganda ko'zimga issiq yoshlar keldi. Yig'lab o'tay desam hamda ekran oldida ko'rarmanlar bo'lmaydi. Onda telefon turdi, bunda maydonda ko'rayotganlar oldida ma'lum yig'lanib ketdi. Ya. Anda nima? Men buni qiziqarli gap bildik, to'tayman. Shu naq gap kelsak, farasini yumruqamda. Ma'lum yig'layotqisi batdi. Yosh qolsida suv qolmabdi. Shunga yig'layolmadi. Qanaqa dedim? Va qiziqishlar ko'p hamda o'qitish. Ya men bunda o'ylagancha, meni ma'lum deydi siz qiziqchi deb. Malqa naq maydonda shu masalaga duch kelganda shu har xil tafakkurlar bilan ham siz o'ylamagan yerdan chiqib ashta kuldiralayman dedi. Yumurdima bak o'zimni bor deb his qilmayman. Chiqib beshimda o'tgan ishlarni qiziqarli do'stlar so'zlab biranga men usta. Lekin ma'lum o'zimi yumur so'zlaydigan bak ustaga. Ajoyib. Qanday desiniz bu? Ma'lum siz aqlli bir so'z qilib turayotgan o'xshaydi deb o'ylayotgansiz. Ma'lumdan keyin qiz so'z qilish qat'iy beoching o'zgarmaydi-da. Biz yumur so'zlagan obrazdan do'rab bir xil qilamiz-ku. Ma'lum shu bit so'zlaydi ekan, lekin oxirida intayin kulkilikka. Yo'q, ot bilan eshakning hikoyasi yodingizda bormi? Asli ma'lumning hikoyasi bu. Asli ma'lum dedi. Ma'lum. Atta yuguraysa degan deydi. To'g'ri. Shu hamda ikki riyosatchimiz mana bugun 9-kuni bo'libdi. To'xtamasdan o'shada ko'rarman do'stlar xizmat qilyapti. Bizning Changzhou guruhimiz uchun dab bo'lamidim programmasi uchun barlig'ini beg'ishlab turib, rahmat chiqarib, ayt jushqun, ko'taran kayfiyat so'zlayapti. Menimi chaqirib, achiqib, ko'rsatib, ekran oldida do'stlarim Sidiqjon molim, Bamina,
İşleringlar bolsa, iyilik tiklash arzularinglar bolsa, Changjiada iyilik sahnasi bor. Sağlamlik kerak bolsa, Changjiada mana bu yil bozor sağgan eng ko'zor mahsulot geyning kollagenlik kalilik peptid bor. Deyish orqali do'stlarga ham ma'naviy ozuq, ham moddiy jihatdanmi nurg'un ozuqlarni taqdim qilyapti. Shunga shukr yasashga rahmat aytaman. Men sahnani sizlarga birdan bersam, sizlarga kirgan do'stlarni birdan xushal qilib Buldu. Sağlar men yana chiqsam bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat muallim, salomat bo'ling. Bo'ldi muallim, umringiz uzun bo'lsin. Muallimning nima tushib ketganini bilamsiz? Birdan g'aybat qilaylik. Muallimning nima tushib ketganini bilamsiz? Qarang, aldirab menib ketganini. Siz bilgandek aqlsiz-ku. Muallimning bu muallim aslida nurg'unlagan korxonchi bo'lish arzusi bolalarni yetaklayotgan. To'g'ri. Şinjan tavasida xeyli donglik korxonchilarni maydonga keltirgan. Asli xeyli donglik mana men degan korxonchilarning ustozini kim u deb so'rasangiz, boshqa biri emas. Dalmush deb bulanmadim sahnasini kichik ko'may, bizni o'ng va so'l qanotim deb ko'tirib hozirgacha bizning ma'naviyatimizni kundan kunga bitib, o'zining bayrami bo'lsa-mu, xuddi bizning bayramimizdek shundoq tabriklab, xushal qildirayotgan mana shu muallim. Boshqa biri emas. Oldin men bir deb o'tdim, Sidiqjon muallimni intayin kichik beldi, deb. To'g'ri. Intayin kichik beldi. Amaliyotda ko'rsalar nurg'un ummash bor. Bu gapni nega tabilsaymiz desangiz, yerim qutisi bak shalaqshiydi-ku. Butun qutisi shalaqshmaydi, Ovozim chiqmaydi. Demak, Sidiqjon muallimni o'sha butun bir potlik suv o'xshatsak bo'ldi. To'g'ri. Tamoman bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'zining kichik beliga xushchaqchaq. Nima ketdi bilamsiz? Ma g'ayrat oxirini qilyapmiz ekan. Nima bo'pti? Nima ketdi desangiz, ma Şinjandagi shundoq donglik korxonchilarni tarbiyalab, mu Şinjan tavasiga nurg'ulg'an ishsiz qolgan, shu oliy maktabni bitirgan, ish kutib turayotgan yoshlarga ish o'rnini, bir kishilik xizmatni, bir kishilik muqim maoshni, ish o'rnini tepib berishiga sabab bo'lganda sirt, shu ishkir tavasidimi? Jungoning har qaysi joylaridan Şinjanning sirtidagi, Jungoning janubiy va shimoliy har qaysi o'lka, shahar, noyalargacha muallimning o'quvchilari yig'ilib, bugun o'qituvchilar bayramga deb muallimga alohida choy o'rlashtiribdi. Ishkirdan kelib muallimga choy o'rlashtiribdi. Muallimga bugun endi mushu Changjiagoroyning bir a'zosi bo'ldim, sharaflik oldi deb tunugunbek o'yaljanib oldingi ishlar deb ketdim-ku. Ko'rdinglarmi? Men iznakni ko'rdinglarmi? Taqib oldim. Shunday qilib, yarashibdi lekin. Yarashibdimi? Yarashibdi. Bekra ko'ringlar. Shunday qilib, men bu muallimning bir o'quvchisiga aylandim degan gap. Shu muallim bo'lmasa, siz bilan bizga mush deb bulanmadim sahnasida deb bulanmagan gaplarimiz uyda o'tirib choy ichib desak, 2-3 ta odam anglaydi. Sizning gapingizni biz anglayolmaydik. Bizning yurak so'zlarimizni siz anglayolmaydingiz. Shu muallim bu Changjiagoroy bo'g'ashqa mana shu sahnada eng yaqin orliq turib paranglashyotyapmiz. Bugun muallimga qancha dast gul tushdi bilamsiz? Bu Changjiagoroyda at deganda kelsam gullar degan eshikning oldiga eshik aynak eshik bor-ku. Qata gul olib ketdi. Qo'yib degan nima bo'ldi dedingiz-ku? Mush bayramda. Aynak eshik. Men sizga birazda talab qo'ymoq o'xshaydi qopdim majmua. Voy, yo'q. Oldingidan rad qilayotgan payti biroz qo'yaymi demidi-ku. Saqlab turib boqay endi. Shunday qilib, bugun muallimga tushgan gul bog'i 400 necha dasta gul. Muallimning 1000 ga yaqin o'quvchisi shu Jungoning shimoliy va janubidan kelgan ishkirda nurg'unlagan ishkirdagi shu qo'shni millatlar, bizning qarindosh millatlar deymiz. Qarindosh millatlarga ishsiz qilayotgan qarindosh millatlarga bir kishilik muqim maoshni, ishsizlik nisbatini tuvallatib jamiyatga to'kib qo'shayotgan nurg'unlagan shu muvaffaqiyat qozongan korxonchilar bor. Mush korxonchilar yig'ilib, biz ustozimizni unutib qolmaymiz. Çişoy bu var deyirən deyimiz Uyg'urchasi shu quduq qazgan, suv ichganda quduq qazg'uvchini unutma deb muallimga rahmat aytqili kelib, Şinjan ichki va sirtidagi barliq o'quvchisi yig'ilib muallimga bugun choy bermoqchi ekan. Bugun muallimning bayrami emas, to'yi. Shuni aldirab ketdi muallim ko'rdingizmi? Voy siz g'aybatdan qilamiz degan dedingiz, bu bitta yaxshi g'aybat bor. Anadikin mush muallimniki eski taraflarim bormi? Muallimning eski taraflari bor. Bir eski tarafini deb biray. Chechi yo'qda menga. Yo'q, qatti. Muallimning bir eski tarafi nima desanglar, muallimning hayotida ochiq kelmaydi. Ishonmasangiz muallimning ochig'ini keltirib beqing.
Bir kuni men tirishib baqdim danglarmish, ma'lumni ochig'ini keltirib baqaman deb. Agar sizmi tirishdim. Menimcha sizmi ma'lum ochig'ini keltira olmagan bo'lsangiz, ma'lum ochig'i kelmaydi ekan. Kamidi. Oxir ma'lumning ochig'ini keltirish uchun mush shirkatda kecho'g'anni yig'lab ketdim-ku o'zim, chidamay. Ma'lumning eng cho'ngmish, balkim yetersizlik bo'lishi mumkin, balkim ortiqchilik bo'lishi mumkin. Hayotingizda ma'lumni teriktirolmaysiz. Siz nima qilsiz ekaningizga ma'lum teriktirib turasiz? Ya endi har bir odamning bir terikadigan nuqtasi bo'ladi-da. Chunki men bu shirkatda doim putlashib turyapman. Bu sen yuzni ko'ryapsizlar. Bekchiq o'qishmasliklar bo'lib ketdi. Endi qasddan qilmadim. Lekin bu ishlar bo'lyapti. Qasddan qilmadi, lekin qasddan qilinib ketdi. Qilinib ketdi. Qasddan qilmagandim, qilinib ketdi. Beshdagi sondagi filmlarni ko'rgan do'stlar bormi ha? Bormiki, bojimi, izchil bor. Tunugan filmlaringizni ko'rgan to'q deb telefon kelganda his qilganman. Agar shuni ko'rsangizlar, Gulqayraning qonchilik falokat ekanligini his qilsizlar. O'qishmaslik ekanligini his qilsizlar, damki sen falokatlik deysiz. Yo'q. Shunday qilib, mana qo'lday qaranglar. Asli o'sha nurg'unlagan o'qishmasliklarni ekran yuzida qo'yish orqali sizlarning boshlig'imning tushunishini izchil talab qilib kelyapman-ku. Boshlig'im meni tushundi oxiri. Bo'pti ukam, biz ekran yuzida to'xtamay tushuntiryapsiz. Dunyo o'qishmasliklar bilan go'zallab sizni tushunib turaylik dedim-a. Mushu ma'lumim qayta har qitim o'qishmaslikning kayindilla kunda degan kelsa ma'lum. Gulqayra to'xtanga tungungi programmada haqiqatan shu sizga sizning o'rningizda turib o'ylasak bo'lam. Haqiqatan sizningki nima ekan? Sizning o'rningizda turib o'ylasak ig'ir uvalchilik ekan. Endi boshqalarning maydonida turib o'ylasak bu noyat kulkilik ish ekan. Boshlig'ingizning maydonida turib o'ylasak bu haqiqatan ochiqlangan bir ish. To'xtangman tushuntirib qo'yay deb. Boshlig'im ochiqlab ulgurmaydi. Ma'lumim tushuntirib ulgurmaydi. Shuning bilan bir kun ma'lumda so'rdim-da, shu 9 programmada oldin qitim bo'lib, ozganim 10 qitim falokat bosdi meni. Shuning bilan ma'lumda so'rab, "Ma'lum sizning ochig'ingiz keldimi, kamida bo'lsam?" Normal ish bilan bu, turmushda nima ish bo'lmaydi deydi qarang. Shuning bilan tuyuqsiz kalamga shayton xayol kelib qoldi. Ma'lum bir terib turib baqaymi-ya deb. Bu sabab shumi? Shuning bilan bir kuni maxsus bir kun vaqt chiqardim, 24 soatning ozganimiz 12 soat vaqtini ma'lumga ajratdim men. Oxir terib turaman, yig'lab ketdim o'zim. Nima ish qilmay, ishimni qilmay deb. Siz boshda degandingiz, men shuni xayol qildim, nima qildi u terib turib ishini qilmaydi. Ma'lum, shundoq terib tursam-chi ma'lum. Siz Bundoq ko'zoynigini tashlab qo'yib. Ishnim bo'lmaydi, Gulqayra. Bundoq ishlar degancha bo'p turdi. Buningdan keyin tuzatsangiz bo'ladi deydi, qaranglar. Endi sizning jo'g'ani bolam men go'shimni yigida ko'p ketmanda ma'lum. Sizning jo'g'an bolam shaylo mana o'qigan ochiq qilib osiblam sizgamda. Lekin demakchi nima degan vaqtda mush ustozning ulug'ligini, mush ma'lumning ro'yidan ko'rdim. Bir mengu bir ochiqlanmas ma'lum. Odat ota-onamiz ochiqlanmaydi-ku. Ota-onamiz mayli biz qanchalik bir yaramsiz inson bo'laylik, hamma farzandlar yaramlik bo'lib ketmaydi-ku. Lekin ni odamlar va ota-onasini qo'shib yashayotgan. Lekin shularning ota-onasi hayotida bir qitim bolam meni mushundaq bir balani nimish tuqqandi men, mush nimish mening balam bo'lib qolgandi deb pushaymon qilmaydi. Chunki ota-onaning ulug'ligi dal mush yerda. Ustozning ulug'ligimi ikkinchi ota-onamiz deydi ekanmiz. Mangu va mangu bizdan hech qachon sendek o'quvchini nimishqa men tarbiyalagandiman deb sanmaydi ekan hayotida. Mayli biz qanchalik terik turaylik, ma'lumni mayli qanchalik tinab qolaylik, odatda xizmatdoshlarimga maoshni qilib bergina desak, pul ketadigan yerlar bo'lib qolsa beramiz-ku. Ma'lum u ishni qilmaydi, hayotida qilmaydi. Biz qiyinchilik bo'lib qolsa, hech nimani talab qilmay mangu mang'idi. Bir ig'iz ma'lum bunda qish bo'lib qolgan qilammidik degan bir ig'iz gapimiz bilan Ma'lum degan bir ig'iz gapimiz uchun hech nima talab qilmay, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar biz uchun ma'lum menga yo'limizni yo'ritib turdi. Ustoz deganning ulug'ligi talmushi ekan. Rost deysiz, to'g'ri deysiz. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Endi shuni desak, maktabdagi biz ma'lumlarni qo'shib qo'ygan, ochig'ini keltirib qo'ygan. Ashna bir ishlar yodim kelib bordim. Oldin qaytam bir ishni bir biz birga film ishlagan vaqtlar esimga keldi. Bir filmni maktab mudirimiz bilan, ma'lum bilan bir filmlarni ishlagan esangiz bormi? Maktabdagi bo'lgan voqea, buga o'qitishlar berib esimga kelib qoldi. Qovun deysiz?
Akşam malımni bir monchadan uritibdi-ku, sen demişqa. Ha. Sizlab bergan o'sha ishni rost bo'lg'achdi. Yo, rost bo'lg'ash emas. Yo, rost bo'lg'ash desiniz. Deb kelmisiz men Bu qarang. Ya, ana yaxshi sizlab berang. Bu yumorning manbasini biz bir yerdan anglab, buni biz bir film qilib ishlaylik deb qilgandik. Lekin bu rost bo'lgan voqea ekan. Bu uchun ma'lum bir oliy maktabda, bu Shinjongdagi, ma'lum bir oliy maktabda bo'lgan voqea ekan. Janubiy Shinjongdagi. Rost bo'lgan ishkajmi bu? Bu qanday ishga desa biz bir yumor ishlagandik. Ishkalar ro'lab baqaliya. Men maktab mudir bo'lamdim yoki siz ma'lum bo'lamsiz? Siz bo'lamsiz. Ilqi. To'xtag'na sen deb. Ha, bo'ldi. Boshladim, ha. Maktab mudirmisiz? Ha, maktab mudir bo'layan. Ha. Hey, to'xtag'na. Voy mudir tishqo. Hey. Qiziqkansan sen. Tundan qarab turib bu 7-8 ma'lumni o'qituvchini urkitmas, qarab yordam bermay o'tkitib borsin-a? Mening bek yordam bergim batdi ularga. Qarsam bu 7-8 yetishib qolgandek turdi ma'lumga. Shunga yo'lim ketavergandim. Nesa? Men shunday bir ish bo'lgan. To'ra. Ham yadim keldi bu film. Esos keldi. Mush 10-sanda mush ishkaylarning filmini qo'shib, burunqi filmlarimizni qo'shib, mush 10-sanda dastlabki 10 san bizning birinchi bo'limimiz bo'lib, mush Chandraguroyning deb bo'lamidim programmasining dastlabki 10-sani bizning birinchi bo'lim bo'ldi-ku. Ata 10-san olishimiz. Mush 10-sanda sizlarga biz so'zlab berayotgan yumorlarning hammani qo'shib ad qo'yib beramiz. To'ra. Menchim shuna qilaylik. Rattar tizib, ashi biroq do'stlar hammasiga qo'yib beraylik. O'tmishimizni bir aslab chiqaylik. Ko'pchilik bilan birlikda. Ana shu ma'lum qo'shishdi desangiz, mening bir ish yodimga qoldi. Bu bizning maktabda bir xanzo til darsi bergan bir ma'lum odam, davlat tili darsini bergan. Bu ma'lumni bek yuvosh ko'rib biz. Ha. Darsni olmay tuqaram. Men qo'yamda hech bo'lmagan azroq bir savodim bor dana davlat tilida men ko'rgan o'qigan. U bola qat'iy o'qimaydi dedim, bu davlat tilini yaxshi o'rganadi, bu o'rganmasang bo'lmaydi desam, bu hal deydi, o'rganmaydi. Ha. O ma'lumni bo'za qilibchi, u ma'lumni bak yuvosh ma'lumti, u ayol ma'lum. Ha. Bir vaqt sen yataqda yetedim dedi bu. Odash chiqib, satrashmas chiqib beradi, odash menga deb. Men xo'shaqmaydi-da u. Shanba kuni u. Bolalar odash men uxlayman desam, chiqish paytida odash chiqish paytida deb turib oldi. Voy bolalar desam, voy men hozir bilmasam, ya men gapim tushuntirib qo'ymasam, qala qilma deb. U chish bak bidrati uning uchun. Qaram bo'l qo'yningki, tukdakilchi, vashi bidrati uni chichi. Shuning bilanki bu chiqdiq, bila chiqibman shuning bilan gaqila dedi. Qanaqa qilmoqchidan desam, chichimni uzun muddatli lojir qilganini bilsizlar-ku, vallahi, ha. Yunjushin lojir deydi-ku. Hozir ham da mangulik tuzlitilgan bir tashlaymiz. Hozir qilmaydan bo'ldi-ku deyman uni. Hozir qilmaydan qoldi. Yunjushin lojir bak qilmaydi. Aynan oda bir lojir qo'ysam uzun turgan qilibchi, mana o'sha deb beradi. Gap ben qanaqa qildik bu darsni anglamaganki, bu qanaqa qildik deb. Gapni odam xo'shamaydi-da, o'zim bir dapaq qolsam, o, deb. O, ajabkansa jumo deb yana katta bu. Nima deydigan deb qarab tursam, dedim. O yana qarab jiga dedi. Ha, desam. Va deb, "Mana men qaraydi ochiqga, satrash qarab." Ya jiga lojik yinen dedi. Shuna qilib kundi kel deb tushundilar, ayliq satrasha. Lojik yinen dedi. Voy, ichida jiqadan bata hammamiz kulib ketdik. Ha. Ma'lum gapni olmay davlatni olamiz qana oldik-a, o'rganmasa da qo'ydim. Ya, anki yana bir ish bor-da, o'shdan qo'llaniblar. Yana shu. Hey, qo'pasa bugun men she'rni yodlig'ini deb adabiyot ma'lum edi. Men she'rni yodlig'ini desa. Voy, qo'pib yodlamadi bu-chi. Hey, sen yodlamabsan-ku. Voy, ma'lum men siz bergan topshiriqning oldingi betini yodlab oldim hamma dedi-chi. Voy, ma'ni yodlab desam, uni yodlab oldim. Lekin ma'lum kecha yodlagan, shuni o'qiyman dedi. Uni o'qiyamdi. O'qiyamay. Hey, ham qanaqa qilmaysiz? Desa, voy, ma'lum atgan o'rnimni tez qo'yibdimi, uni qoptimayman deb. Ya bu tez qo'yib ketgan o'qiganing nimasi? Munosabati? Ha? Oqsham o'qining kimga olmasa deydi, biz hammamiz jimmi turib oldik-chi. Kim bir yotadi ular, yoldima bu deydi, biz jimmi turganda. She'ri o'qimaylar buni o'yladi. Jimmi o'tirsak, "Xap jimmo sizlarni deb hammamiz olib yetib. Ha, gaqlar kimga oldi? Voy, ma'lum men yotlagan vaqtda bularimiz uxlab bo'lgan. Oyguva dedi.
Muş malımni az qaqshatmagan Ha, jumla. rastaysiz. Her qaqshatmagan malımni yadingizda bormi kelqi? Müzik malımni bir qaqshatmadim-ku men. Ha, qayta bir so'zlab berashili. Sizga beramda. Min qitib olsam, min qitib kulma. Muzika darsi dedi bu. Bizning yo'layman burun muzikada o'qigan. Bilasiz-ku? O vaqtda ovoz tepish mashqini qildirgan bizga-ku. Ha. O vaqt maktab yangi borgan keyin o ovozni ha qilib topdigan kim bildi deysiz. Ting qilpas, ting qilma. Ting qilma. Ya yo'q, ting qilma, ey. Ting qilmaysan buni. Ha qilib topsa dedi. Ha, mana nima ma'lumot ting qilib o'shani ting qilib tapadan o'xshaymanda qilib qarang ganchini bassa. Baschiga tep bo'ladimi-chu? Ting. Adam quyma deydi-chu. Ha. Shuni ollanki, qilay deb hamma qildi dedim. Qilsam topolmayman qarang yana. Ting qilpas, topolmay. Ting. Besilo topolmayman dema buni. Ting. O'tiray bo'ldi deb. Va men alqib qanday qilsiz bu gap nadan boshlansin? Men jimota degan ser bir xil ganjorim keltirdi bir ishtaga. Ha. Va jimota baqa kulmay baqa degan ser kulgim keldi-da, asha. Qilmagan degan qilmagan ser degan qilgim keldi. O'tiray dedi. O'taga qolgan bolalarni topqizidam, topamidam-da ovozini-cha. Ma'lum sat ochiq keldi ega. Sukutda hammamiz jimmi o'tib. Shu asnoda yanimda o'tagan bola, ya tekstini yapmadi qarang bu naqshniki. Ha. Ya tekstini eshitdim qilmadi. Qilib turgan. Qiziq qoldim-da men. Nimaga qildingni bu deb. Meni quvsasam, "O naqsha" dedi. Ha deb o'tasam, qilganki, yana ajal qilib, malonglayman ovozdan boshqalar anglamaydi. Mana beshim o'ynagan, ma'lum qilib o'tirdim. Endi naqsha bu desam, qizning asirti dedi. Qizni asirti ya. Qizning asirti desam, xatonlab nima bu gapni? Nimasi desam, asirti dedim. Ha. Deb o'tirib bunaqcha yodim kelib, tekst qanaqda desam. Bir qiz kelib, yo'lni tarafga. Nima? Bir qiz kelib yo'lni tarafga, ko'zlari yoshqa to'lib dedi. Uni xatonlab o'tmadimmi? Ha deb. Men qanaqlab o'tmadingiz? Bir qiz kelib usib tarafga bosh ko'z qonga to'lib tamom o'tdi. Shuni o'ylay. Bu tekst anaqa emas deydi-ku desam. Qanadab olding dedi. Dappasam kulkatdi dengami? Mami kulkatdim, umi kulkatdi. Ma'lum to'xtamaydi qarang bizni. Ya biz to'xtayolmaymiz. Turuz qo'ysam yana o'xshash kulyapti emas uningga. Men bo'lsam kulatdim. Ha bu kulkit bir og'ir chiqirib etdi dengam bizni. Chiqirib etdi, pas tushib yana yarim soatda kulyapti. Sen nima kulding desam, "Tong" deydi. Men o'zim qiyaqsam, men nima kulganimni bilmayman. Jim turgan yerda dedim, ko'zi ketdi-chu. Ma'lum ashta bir qo'shtirgan ishlarimiz batdi. Yana bir ish bor. Buni hozir gapotgan jodim kelib qoldi. Bizning masalan shu o'tir texnikumda siz o'tir texnikum o'qiganmi? O'tir texnikumda o'qimagan. Men Men tabiiy fandan chiqqan. Ha, to'g'ri, tabiiy fandan chiqqan. O'yasa chunki ijtimoiy fandan chiqishingiz kerak edi-ku. Tabiiy fandan chiqqan. Ha, bo'pti. Endi mening chiqqanimni anglang, ha? Bizning bu sanat shu o'tir texnikumda oqida bir tom batdi bolalar. Mana bir tom. O tomda ortlab o'tirasizlar bir shouchi kirikdimiz. Ha. Darvozadan chiqmay qolsa biz yerdan ortlatdik-chu. Ismini deb yetiragan bo'ldimda, bu og'ayam ranji qolurmi endi. Abdusamini bilsizlar. Ha. Abdusami aşağıda men bir sinfda o'qigan. Samikam ha. Ha, onam chiroyli aytgan Abdusami. Meniki yaqin savodishim edi, aloqaynam edi. Ha. Unaqdan Faxriddin deb ko'rliq yan bir ravobchi bir ha. Savodishimiz vardı. Bu üçümüz edik. Uçaq darvozada bahchini tutdi, bizni taloq chiqartqizmaydi. Shuni ollanki, qanaqa qilamiz deyishib, bir chiqpaqina bir bo'lur deb maqsaq deganda chiqartmadi qaranglik bo'lgancha. Chiqsanglar bo'lmaydi o bu deb. Kapsiz o vaqtda qarab turing, hozir oldingdan chiqamiz biz deb. Xiyolimiz oya ortilmiz dedan xiyol bor-da. Va lekin oyada biz anavli gap talash chiqib chiqmaganda bizning banjurni ko'r qilib qarang. Biz uni bilmaymiz-da. Shomay, oqiq vodoq. Yo'q, tomni ortilmoq oson emas qarang. Egiz bir tomdi u. Ha, Abdusami biz kalampay bo'lganki, men tutbiray, ikkinglar chiqinglar dedim. Beshida Faxriddin o'riqda uni chiqarib ikkimiz yulashtiriblar, ustiga chiqib tortib olishma deb. Ya bek kuchvat tuxmo, gupli qildi tushda ekan u. Sog'mi desak, sog' dedi u. Achatoq, biz pishqon qilib qo'ysam bo'ldi dedi. Ha, ma'qul deb Abdusamini yuladim degaman. U yog'isiga qoldi buningga. U buning bir kalampayligi.
Biyalar melashtirib, eshlarim to'p qilmayman deganda oldin oppoq to'p qilib ketdi bu. Yulay ketib bormay, o'sha qilib degan. Bir yerga to'xtab qoldi bu. Chiqa deb ishtirab edim. Un chiqirib maqana qilmang ekan. Men totib ola deb tursam, ovoz yo'q. Men totib ola, desam, ovoz yo'q. O'zim yamishib chiqaya bo'ldi. Asqatmiding sen deb o'ylabsiz-da. To'pliq tomlan dasa, mana beshim chiqirib qarsam, ishkisam mana turg'isi qo'yib qarang, mas'ulimiz voyka qarang oldida. Alqama dariza tomdir anda beshim chiqagan. Turibsiz-da. Oshki sarbida turibdi. Uni qarsam bizning sinf mas'ulimiz. Tushkitay desam, yana shart qarab turdi da menga. Ham tushkitay desam, tushma deb. Shuningdek deb tursam, putim yamsa qilmasam yiqilib ketdim-da. Qana qilmam bo'lmam deb. Chiqa, menga dedi. Voy, astag'firullah deb shuningdek yo'lman tez chiqdim-da. Mamma bir odam bu yulamagan ekan, ishtonlarni yetib degandek qilib tushdim. Turaman deb turdim. Tursam, bunda apirib boyanishiga apirib qo'yaymi? Ya meni ortga tushkitaysan dedi qarang. Şunu olan bu an şuna purquz çatak çıktı işte. Şunu abol mal mişan ortaya gitme desem bir-birini güleşmeyse ortaya çıkar dedi. O ateşini aşık girmek tıgım tez qıran. Tiq ateşininki men deb beraya u maktabninki bizning maktabning ishining temi har holda bir odam yo'lsa chiqadek bek tez chiqadi-da. Bu teshining temi nada desa, bu maktabning ishininki ma yo'li mundaq igiz. Shundaq teshi qardingiz bir qavat pastlikrak ilqib bir uyni ilqib kavaklab qo'ygandeklar. Mush 1,5 qavat egizlikda qanday tishtolandin. Shu yulishib chiqamay shuni bilan mana ma'lum qilib yula qo'yaymi dedi. Ya bo'ldi ma'lum o'zimiz chiqdimiz dedik. Ishqa imtihon test shunaqa ortlib tushdik. Ortlib tushib shuni bilan ham taloq chiqamsa desa yo'q dedan aytga ketdim deb kimlar tupa. Ha bulda banki inkidoq. Shu. Am bir adam bu ma'lumninki bir taraf qilish usulini umoqdimashida men. Mana apri boyashi tutpasin bo'ldi bizni yana ortlib chiqadi. Yana kechirvitdi ustozimiz yana. Ishqa ma'lum shart mana qarab turdi, biz yarim soat ortlamay endi desaymiz, bu endi desaymiz chiqib. Ya bu ma'lumma yaqimida. Ya bo'lmada kiriktinglarmidimi-da? Erinmay shart yarim soat qarab turdi, biz erinmay yamashdik lekin unga. Ma'lumninki. Ma amal topsan ulamsak bo'ldi dedi. Ha bo'ldi deganda shuninglanki qishlan akaldi, paqirdan bir yerlarni tepib dastlab chiqamiz deb. Dastlab chiqib ham usti chiqib bo'lsa, hamma qo'yman mana degan seret shu qo'ydi. Va men protay ma'lumsam ya uni olmaydi qarang. Ham shu o'zi opasunda. O olib chiqib bo'lgandim yepas shu buni aynan bir jazolagan bizningcha. Lekin shunchalik suyumlik. Endi ilqi ma'lumning ko'z oldida unchalik riyozat cheksak hech qisi yo'q. Lekin maktabda shu Trufen yayimiz deymiz. Maktabdan trufen yeyilib kelsak nima ish bo'ladi desa, bizniki o'qish mukofot pulimizni, hatto biz yotoqda yotgan boshqa saboqdoshlar o'qish mukofot puli olish ehtimoli bo'lsa, ularninkini ham tortib oladi. Muallimning shunchalik bir qanot ostiga oladi-ki, bek apuchan deydi muallim. Haqiqatan muallimlar bek apuchan deydi. Ilk bir xabar batdi, ilk tarix munosabatlik bir xabarni biz o'qinglarda tezchi batida oldimizda. Texatga ko'rsatkich batdi. Oxir biz tayyor texatik ilk ko'rsatkish tursa, biz o'qimay uni joyda o'qimay, mashq qilmay xabarlarni bundan serib o'qiydiqchi. Ekranda oldimizda tezchida xat bo'lganki o'qib chiqatdik. Lekin ilk bizning qarg'inimiz chiqmaydi-da, ekran shunday chiroyli bir diktorning obrazi namoyon bo'ladi. Shunday qilsa tayyor bir xabarni o'qinglar desa, tezchini qo'yib berib o'qig'il olmay biz o'rinli qildik. Shunday qilib mal ertadan boshlab, kelar soatdan boshlab yodlaysiz xabarni. Hamma yodlab kirsa dedi. Degankin, xo'p bo'ldimi? Deb u buningdan ko'rdi, bu uningdan ko'rdi. Sen tuzuk o'qigan bo'lsang, mana shu maytirab, sen o'qimdingmi? Men o'qigandek yaqilsan-ku debchi. Bir-birimizga ishtish degandek bir ishlar olib ketdi. Bu diktor riyosachilik sinfidan bir qiziqishlar oldi. Shundan bir ma'lummi? Ilqi bizningki til sentimiz naytimi shu Molcu, Uyghur til baylığına aytım oldu bizniki. Bazı gaplarni biz çentaytsiz deymiz. Bazı gaplarni tani gapdamdiq. Şundaq chiroyli bir obrazli qilib bir tushuntirib talaydi ma'lum shundaq gap qista bilsiz. Shu bilan biz tarix munosabatlik, o'tmishga munosabatlik bir hikoyalik bir nima bayon to'g'ri qoldi-da bizniki. Bir hikoya filmdagi yoki bo'lmasa bir narsani tushuntiradigan bir xabar to'g'ri qoldi-da. Bu xabarning ichida voqelikmi bor? Shundan bilan bu nimada xalqaroliq bir nimaniki xabardi. Shu xabarlarni o'qib, mamlakat xabari va xalqaro xabarlarningki mazmunida shu 2010-yil chiqqan bir xabarlarning mazmuni. Shuni o'qiydigan vaqtimizda
ilk tezcini tayyor qo'yib bersa o'qimaymiz. Boshqa narsa o'qib ketgan gap. Shuning bilan muallim kelar soati yodlanglar deb sinfda bir sibatda bir savatdishim. Yodlab kelinglar desam, boshqasi ilqi burunqi xabarni yodlaydigan o'xshaymiz deb odatda bizningki sinfdan tushunib atdi-da. Qanday topshiriq beriladi, qanday topshiriq berilmaydi, endi hizig'liq. Shuning bilan o savatdishim u xabarga qaramay boshqa bir xabarni o'qib ketsa bo'ladi. O'qib ketgandan keyin muallim chaqirib, birinchi nomer shuda kirib o'qiydigan vaqtda ilk o'qisi boshqa birisi, shuning bilan ama o'tgan soatda berilgan topshiriqning xabarini o'qidingiz, yana shu xabar, yana o'qidingiz, yana shu xabar. Shuning bilan muallim ochiq shunday yamatdi-da. Men yangidan bir nimani o'qib bergin desa, men nimaga qaramabdi ekan muallim to'pqa degandan keyin, men tezchini qo'yib beringlar meni roman o'qiysa dedi. Kechirib atdi-da muallim. Ma'qul deb hammaylar o'sha havas bilan mushta o'tirib ketdik-da. O'tirib, "Hey, meningdagi talay odatlik talay emas. Yodlab olmagandik, bizga boshqa qilib besotgan deb orzu qilib ketdik-da." Shuni ular o'tirib kelib, tezchini qo'yib berdi. Tayyor o'qiyotdi-da, mushta qilib. O'qiyotdi. O'qiyotgandan keyin sizlarning ma ishlarga kichik bo'lgan ishiga o'xshashda. Ha, shuning bilan tayyor mushta o'qiyotdi-da. O'qiyotgandan keyin andan bizning ilqi ba'zi tovushlar tushib qolsa, yerlik shivlar qitilib qolsa yoki bo'lmasa, urg'u intonasiyalari tushib qolsa qat'iy bo'lmaydi-da. Masalan, kechiring muallim biz kechikib qoldik, bu degandan keyin, masalan, kechiring muallim degandan keyin men odatga bir urg'ushnaku. Nayt azoblik deymiz, kechiring. Kechiring degan bir yig'izning bir 100 xil deyilish bor, shunaqa. O'xshamaydi qanday deyilishga qarta. Shularni da o'g'itadi-da. Her bir hissiyatni, her bir urg'uni, her bir intonasiyani joy-joyida ilib mamsak, muallimning qattiq tutishida hergiz qo'yib etmaydi. Boshqa ishni qo'yib etsinmi? Ma intonasiya, urg'u, har qanday ishni qo'yib etmaydi. Biz yerlik shivimiz chiqib qolsinmi? Muallim kelar soati biz qo'shlab topshiriq berdi-da. Cho'qim ma bola jamiyatga kerakli bir bola bo'lib chiqish kerak. Ma bola jamiyatga yuk bo'lmay, o'zini o'zi tip yeyalish kerak. Kim bir odam nada o'qiyotgansa desa, ravon oldi bir ig'iz gapni qilib shu balni oldida o'zini faxrlik oldi to'nta olish kerak. San'at maktabdan, Xinjiang san'at sho'yandan cho'qim bir munavvar riyosatchi chiqish kerak deb bek qattiq tutadi-da kasbiy jihatda. Shuning bilan biz o'qib bir kelgan deyilqa nimaninki. O'qib bo'ldi-da, u xotirjam qo'shal. Shular malchiq endi bo'yan qiladi, qara. O'qigan xabaringni. Şundan demiş olduydu so'z. İlk qo'shallig'imizda bizmi undaq deyishni kutmaganda o'qib bo'ldi tugaydi ma deb orzu qilib ketgandik. Shuning bilan mal ilk bal qo'pib, muallim ben qo'shib ketganman. Men tezchini xabar o'qidim deb. Unutib qoptimi deydi. Shundan muallim qo'pib, "Esingga bani deb baqa boshladi" dedi. Shuna bir ko'rib olay dedi, ma'qul deb ko'rib, endi bo'yan qiladi desa, ilk saboqdishim qo'pib. O'tirg'a kelib ilqi baqqandi. Unutib qoldi yana. Ma'lum qarab turdi. Biz ilqi desak, ilqi deppasak juraqda. Ilqi chandurib qo'ydi-da. Deb ma'lum ishga qarmay so'zlar dedi. Deganki, ha deb. Har hech qaysimiz deyishib bitdanmilikda past qarjim o'tirmiz. Ma'lumda qo'qib. Shundan ma'lum bir ig'iz gap qilib berdi, ha? Qaysi ma'lum dars bergan? Bizga Muhabbat muallim dars bergan, Qiyum muallim dars bergan, Qurbongul muallim dars bergan, Horunjon muallim dars bergan, ishqib So'yimlik ustozlarimizning Moybidar muallim dars bergan, Nurimongul muallim dars bergan, barcha ustozlar dars bergan ishqilib. Endi nima deymiz? Shuning bilan oxirda muallim nima deydi desangiz, bir ig'iz gapni, shundoq jinjam bir ig'iz gapni qilyapti-da. Nida Xumiya va Zaynadimni. Yo'q. Men nimadan kelib chiqqan voqea ekan desa, muallim ilqi saboqdishim. Muallim kelar soat javob beraychi desa, muallim qo'pib. Naq maydonni bevos bo'lmag'ash unutib qolsam-ma deydi. Ha, bevos tartish bo'lmag'ash qilmasmi? Ya, ilqi bu bir urushninki xabar tuchu. Shunlar muallim qo'pib. Naq maydonni bevos bo'lmag'ash unutib qolsam-ma bo'g'ashlarni deydi. Shu, bu muallimda qiziqga qilibdi-da. Jingan gaplarni qilib muallim. Endi biz qandoq bir savallik o'tkazaylik, mayli qandoq yo'lda tenab qolaylik. Muallimni qancha qaytam ranjitaylik va yoki muallimga bir ig'iz muallim kechiring, muallim bundoq bo'lib qolgandi, muallim hech qilolmagan to'q desa,
sen faqat yaxshi o'qimagan, nima deb men qayta so'zlaydim demaydi. Hamda Gulqayra. O'qituvchilarnima bunda bo'ldi-da, asli yodimizdan chiqib qolibdi ekan-doq. To'g'ri, bu bizning xatoligimiz shunami? To'g'ri. Bizning suyumli o'qituvchimiz yana bir ustozimiz Sidiqjon malim kelib askartgandan keyin ondan biz yodimizni oldik, shunaqmi? Endi biz qanchalik tarifligimiz bilan bu bizga soxta bo'lib qoldi endi. Chunki biz chin ko'nglimizdan intiqom saqlatdi, o'zim bek ayblab ketparman. Sidiqjon malimdan kechirim so'rag'im kelyapti-da. O'zim mana shu o'qituvchilarimdanmi kechirim so'rag'im kelyapti. Suyumli yerinimi dedik, qiziqarli yerinimi dedik. Endi ABQ gapninki beshiga kelsak, o'qituvchi ustozlarning bayramiga yana bir qatim muborak bo'lsin. Umringizda uzun bo'lsin, ishlaringizda utuqli bo'lsin, oilangizda barakalik bo'lsin. Ammo shuning bilan endi o'qituvchilarningki bayramini tabriklab. Tabriklab. Biz gitarni chiplam. Ya. Gitar emas. Ha? Qaysi kuyga gitarni ilib Jikuydan çalsam, sikuydan mana shu aytpasingiz. Ammo qildi, abaqima o'ydigan komediyani do'stlar bir qo'yib berganin ekan. Onaqdan qolgan faoliyatlarni shu vaqtda bir o'rlashtirib qo'yamda. Xo'sh, unaqda dehqonlar, ekranimiz bo'lsin. Ne bo'ldi? Bu bola bir hafta o'tirg'izdigan. Bir oy oldi ketmaydi-ku. Siz mi ekansiz? Kuni go'sht, sho'rpa, isil taomni olib baqsangiz ketamdi ular. Sattar, hajamni zerikdim buladın. Bir amalan qilib ketkizolsak men bularni. Opa. Küldünüz mü? Ben rost gap bu qilsam bek tutulib chiqqandı o'zimni. Şu endi uyda ishlagan komediyalar shunaqa edi. Ammo abay dedem o'qituvchilarningki bayrami muboraklik shunaqmi? Lekin o'qituvchilarni bo'zaq qilgan yerlarimizdan deb o'tdik. Masalan, men bek yapsiz edim. Endi u ishlarni deb naqildik o'qituvchilar ko'rayotgan kesib o'qituvchi kesibdiki ma'lumlar bo'lsa mishada deb so'raymiz. Kichiklik qo'yibdimiz. To'g'ri. Lekin yana bir nuqta bor, siz bunda bir xiya qilib qo'ying. Ana desam, xato tashviq qilganim emas. Darsda yaxshi o'quvchilarningki o'ziga moslashgan bir masalan xizmat topalaydi. Lekin darsni yaxshi bilmaydigan bolalarmi o'ziga xos bir xizmat deb qila oladi. Qila oladi. To'g'ri. Sho'xlikning ichida bir xil nima bor deganda iqtidor bor, alaylik bor. To'g'ri. Masalan, hozirgi artist bolalarni deymiz, yoki cho'lpon bolalarni deymiz, nurg'unlari ashlarni surishtirsak, harigiz yanjosoncha o'qigan emas. O'sha nima deymiz, o'ziningki talantini boldir joriy qildirman deb yuqori o'rlab o'qimay, shu kasbga o'zini bag'ishlayotgan o'quvchilarni jiq demak istedim. To'g'ri. Masalan, yanjosonlikda o'qigan, masalan, naqsh kasbida, muzikada o'qiganlar bor, lekin bizning aktyor kasbida asosan ozroqmikin deyman. Chunki biz bak sho'x kelimiz-ku, bir yerda jim o'tiramagandan keyin shunga mashloq kelamiz. Lekin vazifalar haddidan ziyod ig'irdi. To'g'ri. Nima deymiz? Ammo yana shu ayni vaqtdagi shu o'qituvchilar bayrami-ku bugun. O'qituvchilar bayramida o'qituvchilarmi bizningki suyumli ikkinchi ota-onamiz, o'zimizning ota-onamizdan qolsa, ikkinchi ota-onamiz. Mayli boshlang'ichdagi ma'lumimiz bo'lsin, to'liqsiz, to'liq o'tira, hattoki oliy maktabdagi, hattoki jamiyatga chiqqandan keyingi korxonchilik yo'lida tarbiyalanish jarayonidagi ustozlarimiz bo'lsin, bir lig'iz gapni qildi. Qaysigiz gap esingizga oldingizmi? Hech qisi yo'q. Sizlar bizning oldimizda mangu bola. Sizlar kichik. Sizlar kichil deydi. To'g'ri. Biz kichikligimizdan foydalanib, biz kichikligimizdan foydalanib bek ishib olamiz. Ishib olgandimi? Sanoqsiz qaytim, hatto navrlarimiz bo'lsa-mu, ma'lumimizni ko'rib qolsak, navram bor demay, yana ishib olamiz. Ma'lum oldi biz kichik-ku deb. To'g'ri. To'g'ri. Shunaqlarni qilib, mana bugungi programmamiz asosiyatini shu o'qituvchilar to'g'riliq deyilib o'tdi. Bir narsa esim gap qilyapti. Cho'qib qilib beramiz bo'lmaydi. Nima? Bugun o'qituvchilar bayrami. Biz o'qituvchilar bayramimizni ikkinchi suyumli ota-onamizni teniga to'g'roq, teniga salomatlik, yeshiga to'g'roq, yeshini tilab turib, eng go'zal tilaklarimiz bilan sizlarning bayramlarini tabriklayapmiz. Muborak bo'lsin yana bir qatim. Lekin suyumli ustozlarimizmi
qancha shu qanchilgan o'quvchilarning ichidan cho'qim sizdek, bizdek, masalanga Samikomdek nurg'un maktabdan ortilish bo'lganligi voqealarni Paratjon bundoq ortilib ketgan deb. Lekin Paratjon kapsizlik qilib tazbir salay degandim deb eslamaydi. Eslaganda nim deb eslaydi desa, xuddi Sidiq muallimdeklar mehribon eslaydi. Masalan, ayni vaqtda Paratjon umoq ketdi bu. Lekin shu tamga o'zim ortilib qolgan vaqtida Paratjon qachon tushib ketdiki deb shunchalik dilg'olib ketgandim deb eslaydi. Chunki ustozda mangu ota-onaning ro'yi bor. Uchoq bizni chaqqan dedik-da. Ularning son-sanoqsiz farzandlari, mangu farzandlari. Shunlashqa hech qanday bir ustoz ranjib boqqanda undaq demaydi, balki sen kichik, sizlar mangu bizning oldimiz bir bola, hech qisi yo'q deydi. Endi bugun ustozimizningki biz eslayotdi cho'qim. Shu ekran yuzida biz aslimlarni bir boshdan ko'z oldimizga bir keltirib, bir aslit boqamdik ash ishlarni. Siz ovoz aktyorligida o'qigan. To'g'ri. Shunlashqa siz ma turpanliq shaxslarga aylanib ketgan, masalan, ovoz bergan chet elliklar deymiz, chetninki televiziya tarjim filmlar deymiz. Siz turpanliq qilib qo'ygan yaponiyaliklar bor. To'g'ri. Siz turpanliq qilib qo'ygan turpanliq to'xolar bor, turpanliq shotutlar bor, turpanda cho'ng bo'lgan. Anoning keyin shu turpanliq ajoyib qiziqarli shu turpanliq. Cho'ng sulolasining xollari bor. Shu mushtarakda qiyoqlamachi uyda masalan, hozir hamda maktabni 2017 bitgan bo'lsam, hozir 2021 bo'lsa, 2 o'ngildirdi. Shunlashqa. Endi lekin bu jarayondan ovoz bermagili Gulqayra uzun bo'lib ketdi. Lekin aslayma. Ona kasbimda men lekin kinolar bunday chiqqansa, hamda cho'nglarni kuldirish uchun o'shalar qilib turpanch ovoz berib qo'ymoqchi. Shu tapda bizning ustozimiz, original vaqtda qo'lim original. Bizning suyimlik ustozimiz Toyir muallimlar bor, Quyum muallimlar bor. Onun boshqa bizning suyimlik ustozlarimizning Muhabbat muallim bor, Moybedar muallim bor, Nurimongul muallim bor degandek ashtaq ustozlarimiz ekran oldida turib, balkim bizdek kapsiz o'quvchilarni, bizdek son-sanoqsiz ularni qaqshatgan, ammo biror qitim chin ko'ngilda ranjib baxmagan mush suyimlik ustozlarimiz bizning mush nomerlarimizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Aslab, ay to'g'rimi, mush Paratjon hamma odam turpanlik qilib ketdi. Ay bunda qisho'g'an deb cho'qim aslaydi. Siz mushuni birashki bir oriyana beramsiz. Cho'qim ash bir ishlar bor, kartinalarni o'tkazmasak bo'lmaydi. Masalanga mush karton filmlarga ovoz berish jarayonidagi bir voqealar bor. Cho'qim aslatayli. Bunda qilaylik. Onda bo'lsa shu muallimni men bak kuldirib etgan bir yumordim napiray. Muallimni tunji qatam menda dars kirgan vaqtda yumor so'zlab aytgan so'ziga yumor edi bir dapir paqay do'stlarga. Turpanchilar yumor bu-chu. Ikki ma'lum turpanlik qarindishimiz nimani sotar ekan? Uzum setib, pulni tepib, voy, bir urumchilar ko'rib, bir o'ynab kelmaymiz deblar, puyuzga chiqdi ekan bular. Bular osti puyuzningki biltini ilib, tiz puyuz chiqib oldi ekan bulardan, ha? Chiqib, o'rtasiga qilib, bilet niqildan qizib kelib, biltingizdan ko'rib olsam o'tgan o'tasi mana deb ba'zi qarasa osti puyuzning bilti, tiz puyuzda. Lekin tiz puyuzda. Sizda puyuz xato chiqib qolibsizlar. Voy, nima xato chiqibmas? Nima deyman desa. Puyuz xato chiqibsa deydi deb. O qanaqa ekan qo'ysizlar? Voy, biz ostinigina tiz chiqib qolibdimiz. Ona shopir desna astroq monsullar. Dedikasiz. Shuni o'ylanki, voy, ayni birimlar qilib yetkapti-da Urumchiga. Yetkap shuni o'ylanki, Urumchi yetgandan keyin qarshi, "Vo, men taraqqan ko'rpaqsizlar, ey! Nima deganingiz binolar bor, turpan, mana binolar yo'q desa" deb. Paranshib turgandan keyin mana bir odam, bir popmon odamlar bir o'lishib tur ekan, bir BRT bekitida. Nima BRT nimalar? BRTda bir narsa bo'lgan bil qoldi-ku bular bu yerda. Urumchi BRTda bir narsa bo'lganda deblar. Mana radio stansiya kelibdi-da. Mashinani yashdagi. Voy, jurak kelib ko'rpaqni oldan maqibdi bular. Bu tutib olmamda. Pok tutiblar. Voy, nima ko'rsizlar bo'lsa. Volqa, kim bilan? Maldi bilan bilan ko'rib chiqqan degan biz. Tekis kirib ko'rib chiqqan deb manganki, "Ey, bu kirgizsa bo'lmaydi seni" des. Nima deyman bu deb. "Ey, biz o'zimga chiqvasim desang, unmaysa, biz pusa qo'yib baqa bir qildi" deb degandik. Bo'pti, ma'qul deb endi men olib 100 ko'pini chiqib yonchiq saqlayibdi-ku. Men kirib chaqirib beray deb ma'quldi. "Ey, nima ketib bordi?" Voy, maldi bilan chaqirib birdan chiqib deb. "Nech pul soldingiz? 100 ko'y soldimiz."
Başka salsan koyansan akitna gütasına dedi. Şenol ayna kıpla turpan yitpirip da. Turpan yitpirip otağın ekin qalla dost biradırlar kirmem da. Ablita, sizlar Urumchilar yurib keldiydi go. Nimla vaka taraqqiyot qanaq keldi? O, ajoyib taraqqiyot ketgan ekan o. Binolar qarayamsan 5 daqiqa qoldi ekan bo'yning go. Voy, arxillar yangiz nimla vaka boshlar degan ajoyib chiqgan desna. Bizning o'sha papaqa demaydi ekan ular. Degan shunollar. O, uning ustiga BRT-da bir baka. O, yangi talg'ida bu. O, BRT. O, qanaqmikan o? Qanaqmikan o? Ko'rdinglarmi? Köydünglarında ketkin mi? Ya yem baktık biz. Mahvolduk ya. Mayuman destek sizler begende. Malımını bekil kıyanak buldum ço. Küldürü etken. Yem bir yumru etti ya bu. Bir çoğun paş vakiyeden hem de. Bu yumru mu sizler begen? Anım da birey. Ama çoğun paş vakiye hem de özünün kıyrığını tamamaydı. Qalı bir çoğun paşka bu. Qarş navırlar elke döngü çıkıpla ve spitne. Mendiki ala gayret serilip düşüktirke ayna oynavassa bu çoğun paş kildik edin. Balaya mında qıpaqlancan nima va ama men paqaychat. Çoğun paş minamaysa bu ne? Minamays degan nima ne? Yosh vaqtimda xel bir bilan menga maka paqa deb vasp chiqdi ekan ama. Vasp chiqqandan keyin taloq do'ngdil ittiralurga to'rimiz narigan bilmagan ekan. Oyatam. Oyay deb birsini so'qqiga qaran edi. Ma sodgal birsini so'qqiydi ekan. So'qqigandan keyin abi açık kektirgende qopibdi. Ey! Vasp men ishingni men saqmamda. O bay şeylarni hammasi olib setib bo'lsang, opang minmanma dedi. Başta sınıfsızlığa yumur idi de bu. Malımlar bek küldürüyetken şu vaxtamış yumurlar bilen. Şun ben bek yadır qalğan üçün. Vay dep, şunun enki xeyli bir vaxtı qiqas çok qalın sınıftaşlar. Sizden bir hikayeniz var. Biz mi doğrap oynagan malım şunaq esletdi. Siz malım hakikaten bek kesidi qalğan sizden. Malım kirib, şu avaz aktyorluğu dersi bilen bizden diktor riyasetçilikninki bizish münasibeti var. Bizden diktor riyasetçilik tür boyunca terbiyeleniyotgan balalarımı avaz aktyorluğunu, naq meydanı şu, nem deymiz, sahne riyasetçiligini deymiz, sahne draması deymiz, hemmini öğütüdü bizge. Şu filmlerini mi qoqmay işleyelaymiz. Aktyorluq qıp baqqanmı bizge qıp baqqan saq bir jil terbiyelaydı o bizni. Naydı mükemmel sistemlik terbiyelaydı da. Şunda qılıp, şilipay deydi bizden mektepten çıqqan balalarını. Şunun bilen malum sizge kelip, şundaq bir azırmamış mektepte ba, şundaqlı bir meydana çıqqandan keyin kulislar degandan cho'qim parad qilib deb o'ylaymiz. To'g'ri shu gap qilmayli shunday bir chiqsa, masalan deb bo'lamidan programmamiz hozirmish sahna mushtaq turyapti-ku. Masalan bu sahnaning oldida masalan damalıq bir yürü dedik-ku dastlabda. Bu şu yürü har qanday bizning maktabninki biz san'at kechirishlarimiz doim o'tkazib turdik. U chaqda yürü batida bizning shundaq chiroyli qip-qizil bir pardamiz batdi. İşik tarafdan nim qildigan shu pardalar yipib qolatda o'sha yurida paradkam chiqadi da gap qilmay shunda chiqib deb bir kulgandan keyin bo'ldi o'rnog'ini kendiga o'rtatdiqda hammalar kulib gap qilmasangizmi kulatdiq ki bu ba'zi bir ishlarda masalan Abbosjon hozir bizga rejissyorlik qilib shada shu texnikalarni boshqarib mana Abdusalamjon Pamba ya kim bu Abdullajon ba mishal bizga oqsab xizmatlarni qilyotdi. Lekin ma'lum nisbatda bir xatolik ko'rib qolgan ishlarmi bo'ldi ekan. Men qarang. Bu qanash bo'ldisi sinfda bizning ma'lum dedi-da. Bu diktoriyachilik degan kasb degan nihoyat salmoq bo'lmaydi. Sizlar degan axborot taqatquchilar, madaniyat taqatquchilar sizlarning og'zinglardan gapni o'rgindi, anglaydi, sizlar xabar taqatquchilar. Xato tashviqot qilsanglar bo'lmaydi. Savallik ko'rinish bo'lmaydi. Sezgirliginglar yuqori bo'lishi kerak. Yuqori bo'lmasa bo'lmaydi deb bu sezgirlikni turga ayirib o'rgatganda bizga. To'xtang ha. Shuni so'zildimi? Shu so'zlagandan keyin masalan ma'lum bir voqealarni deydi, tilga diqqat qilmay, o'zining bir kasbini olib qolgan riyosatdan so'zlasa, men xato tushunyapman buni. Texnikadan ketib qolgan xatoliklar tushunib qolibman buni. Mishada sizlar bildigan masalan mana tildan ketib qolgan yoki men qasam mana gapni xato qilib qo'yib, yana o'ngishib olgan, ana inkas tezlik qilgan aynan nimalar bormi omillar so'zdan ketib qilib yana joyga kelib olgan halqa chondurmay kelib oldi-ku masalan joyga voy dehshat masalan bormi desa men xato tushunyapman texnikada deb bilqapman bu qana bo'ldi ma'lum bir radio stansiyada bu 15 yil burungi gap bu eshitgansan 15 yil burungi gap Qisloqda
radyoda sanat va talaba taqdim hozir bu yerda talaba taqdim osh vaqtim batdi talaba taqdim risolat nasr adimiz batdi bu radiodagi u adimiz emas ama mush radioni anglab o'tirganlarga talaba taqdim anglayman deb o'tirmanda radioda mana anglangizlar tushunolmaysizlarmi oshni anglab o'tasam ma'lum yesidagi palonchi bugunchining bundoq bo'lganligini qilib palon naqshini talab qildi deb bo'p gapni naqsh qildi deb o'tasam shuni hey Tursungul ovozim chiqyotam radio qarab chirig'i yonmaydi qo'ninki dedi chiqib ketdi ay amir chiqib hey gapma ovozini anglayotdi voy atam deb voy atam deb aytib oba xato qildi yeni gapsiz uchratgansizmi deb gap ma haqiqiy bo'lgan eshitma ona deb bilqam ma'lum deb beridem degan kulib ketdi ma'lumlar voy rost haqiqatan rost ashta bo'lganmi deb am yerda loyin qo'yishning o'rni yo'q ma'lumlar rostayna yo'qqa telepadan anglab o'tasa ashta bo'lgan desam u texnikada xatolikka men deganim tildiki deydi ana asma shuni bildigan mamsa dedim dapasan degan shu vaqtda ma'lumlar degan kulib rost deymizmi bak qiziqarli ishlar bo'ldi men bir ishni so'zlab beray bizga qiyin ma'lum shu rasmiy televiziya riyosatchiligini o'rgatgan televiziya diktorligini o'rgatganda biz xabar o'qitdik xabar o'qib hurmatli televizor ko'rguvchilar yaxshimisizlar xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini o'qitirmiz degandan keyin yordamchi riyosatchi bor ayada ayol diktorlar o'qiymiz hurmatli televizor ko'rguvchilar yaxshimisizlar xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini o'qitirmiz shuning bilan xabarda hamda riyosatchilikda ovoz yuqori diktorlikda ovoz chuqum tuvan to'xtalgan bo'lishi kerakda ma'lum dedi hozir ovozingiz tuvan chiqib qoldi deb siz hozir ovozingiz yasab gap qilganingiz uchun ovozingiz tuvan chiqdi masalan assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar yaxshimisizlar bu vatanlar xayrli bo'lsin u tuvanlaydi ovoz yasgan masalan o'zimni ovozimni deb boqaymish gapni yaxshimi televizor ko'rguvchilar bu vaqtinglar xayrli bo'lsin hech qanaqa dardimiz qolmaydi ovozingiz voy bu turpan xalq radio stansiyasimi turpan xalq televiziya stansiyasimi yaxshimi yaxshimi ko'ryapsiz Avarayda ma'lumot olib emas. Turpanda Boranchiqdan chiqyapman, uzun yo'l mamanglamishtabman 30 kilometr boranma deydi. To'qsin Turpan o'xshashlar hamda jiq farqini ketmaydi deb. Pichanda o'zinglar berib qarab baqsanglar, urug'tiqalar telefon paqamizlar edi. Bizning va televiziya riyosatchiligini o'rgatganda mundaq bir qiziqarli ishlar bo'lgan. Biz sizdan bir savol so'rab boqaymiz-da. Sizga dars o'tdi qachon shular. Men bir sho'garingiz bo'lasiz munosabatim bilan sizdan so'rab boqayman. Bu tuvanda o'tgan do'stlarimiz so'rab boqay. Yaxshimisizlar televizor ko'rguvchilar to'g'rimi yo yaxshimisizlar televizor ko'rguvchilar to'g'rimi? Ko'rguvchilar. Ha? Hurmatli televizor ko'rguvchilar. Hurmatli televizor ko'rguvchilar. Ha, televizor ko'rguvchilar. Andas bu real ilish kerakmi emasmi? Ko'rguvchilar ilish kerak. Ilish kerakmi? Ha, cho'qim ilish kerak. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yaxshimisizlar? Mundaqchi biz diktor, ayol diktor bo'lib xabarni o'qib, mustaqil bir topshirig'imiz bo'lganda, naqmaydan mundaq bir ishlar bo'lgan. Diktor o'qitdi, ayol diktor o'qitdi. Oxir biz o'rinliq qilib, tarixni eslayapmiz-ku hozir o'tmishlarni. Biz qattiq qaqshatgan ma'lumni. Oxiri tayyor xabarni o'qing desa o'qimay, ma'lum yiliq xabarni yodlab chiqsa dedi. Shu bilan u bir abzasni yodlaydi, bu bir jumlani yodlaydi, u bir abzasni yodlaydi, men bir jumlani yodlayman. Shunday qilib chiqib, mundaq bir xabar o'qib qoldik, qarang. Birsi bir xabarni o'qigan, hammalarga eng oxirdamış televizor ekranini qo'yib berdi. Masalan, diktorlik qilgan vaqtimizda nani tutimiz, qanday o'ltirimiz, qanday kostyumlarniki, hattoki purilishib qolgan kichkina bir yer bo'lsa-mu, chashnomiz tushib qolgan yer bo'lsa-mu, qat'iy bo'lmaydi. Aransadan bir narsa kiyish yoki bo'lmasa shoshlarni taqash bo'lmaydi-da. Shuning bilan u odatga savat. Anodan keyin bu xabarni yodlaydigan chiqib qoldi. Shundoq chiroyli yodlab kelib Anondan keyin ba'zilari unutib qolgan ishlar bo'lib qolsa, diktorlikni, riyosatchilikni o'zaro yib ketamiz-ku. Ba'zi men gapimni topolmasam, xuddi siz hozir gapimni yo'qab mengayotganga o'xshash ishlar. Shu bilan biz diktorlikni mush xabarning oxirini birsi nim qilamiz, yana birsi mushtaq yeb, mushtaq mang'atqam. O'quvchilikda ishtaq bo'lgan rasmiy xabar diktor hargiz unday qilmaydi-ku. Sezgurlikda intayin yuqori. Shunday qilib biz qattiq qaqshitib qo'yganda ma'lumni bir xabarni o'qib qoldik. O'qib kelib, "Voy ajab yaxshi yodlabdi, ajab bilan bo'pti" deb o'ltirsak bir vaqtda yiliq xabarning oxirini ayol diktor unutib qoldi, yiliq savoq ishimiz. Unutib qilib, shuning bilan bu deb
Şunun bilan bu joydagi, bu nahiyadagi avam xalq degandikin. Şunun bilan bu nahiya kişileri depla anadikin. Şunun bilan deb ikki qitim takrorladi. Xabar takrorlashga bo'lmaydi, ezib ketishga bo'lmaydi, iliqqa nimalar olmishga bo'lmaydi. Şunun bilan o'tirib asmaga bir qarayapti. Kulyapmiz pastda o'tirib. İlk erdiktor qanaq yapıdı dang. O'quvchi biz. Şunun bilan yana bir saboqdishimiz, erdiktorning nimasini elib xabar o'qigan saboqdishimiz. Hörmətli televizor ko'rguvchilar, yaxshimisizlar? Xabarlarimiz tugadi. Keyinroq rahmat, xayr xo'sh. Tugitdimi? Yo'q. Shuning bilan ma'lum sizlab qoldi-da, yaxshi ma obdan xabarkan ma. Neçirdim beri diktorluk qilib, ma undan o'rganmabdikamiz. O'rganadigan ishkan ma deb. Endi hamma kesib yo'g'ivatti, lekin biz shu xijilchiligimizda, ma'lumning bir chentaysiz-ku bu gap. Şu ma'lumning bir xijilchilik tasib ketgan bitta sinfdagi bolalar pastga qo'yib olib beshimizni. O'sha maktabni bitirganga qadar ma'lum topshiriq bermisimi, xabarning oxirini yodlab oldin menib ketganda. Endi ma gam qilib men bir ish yodim kelyapti. Uning dapagim kelyapti endi. Misol ana ta'til topshiriq desa, hozirgi bolalar qandayki biz 90-yildan keyingi bolalar qandaq desanglar, ta'til topshiriq berdi bizga. Hozir bolalar beramdi, bermamdi bilmayman. Bu bir besimti bizga. Qishki ta'til topshiriq, yozgi ta'til topshiriq berdi. İşte qo'y, berdi. Bu ma'lumlar cho'qim uni olib tashirib bu qildi deymizda endi. Shunda astoydil ishlab kelgan bolalar bor. Biz tashlab qo'ymaymiz. Kunda bir bat ishlasam, 30 bat chiqdi ava. Qanday qiya qilamiz? Ay, yoziq ta'til 2 oy bo'lsa, yoziq ta'til qo'yib qo'yish, kerak qo'yib o'tirib bizni. Bir kunda bir bat ishlasam 30 kun ishlab olmayman-mey. Tashlab qo'ymanmi? Bir kun itamda. Sug'anda bolalar o'ynaydi. Voy atam bir kun 2 bat ishlayversam bu 15 kun tegmanda, deymizmi? 10 kun bo'lgan bir adam o'tirib qo'ysam nima bo'pti? Nima moqchi deymizmi? O'ynaqib 5 kun qoldi qarang. Ta'til 5 kun qoldi. 5 kun qolgandek bir yillik cho'nglavli tanganda kichik vaqtlarimiz bo'lgan ekan. Hamda bir qalmaz mehmondoshlar, bir qasan boshqa so'ramaydi. Bola o'qish boshlaydigan oz qoldi, patigalar sen oz qoldi dedi. Ta'til topshiriq xona o'qigan degan. Oy nima yig'laysiz? Xuddilik otaning topshiriq deb o'qigandek. Nima yig'laysiz desa, opa men keyin ta'til topshiriqim yodimga qoldi dablicha. Bu qana bo'ldi desang, rasman ketibdi. Men bunda shuna vallahi bir ish ma'va. Hozir bolalar aynan qo'rqizmayman. Kichik bola o'qascha, mana mehmondoshlik kelib o'ynab o'tirib, sho'lg'i kelsa deyman. Ta'til topshiriq ishladingmi degan 3 yil ketdi adam. Okam muşga qimsiz o'tganda geldim tamam yemaydi opsirga haqidan ki. Nimdan spracham bunga tamam yemaydi qo'y bo'ldi. Eshitdim yo'q darsni so'rab baqdim shu ta'til topshiriqni so'radim. Ishlamidingmi? Ishlamdim. Gap banglaman sen kapsizda qisasha. O'tiriblar ajab sho'q o'ynab ketdingizmi? Opashlarning gapini olmay. Ta'til topshiriq ishlagan bo'ldi deyman. 3 dona juma. Mayli qiz olsa mayli o'g'los jamma to'ksida. O'ynaganda. Bo'lqilgan aka, gapmayman sizga deb. Voy, ta'til topshiriqni gapim qo'yganmi? Tutib men sizni ishlayapsiz bilgan dursam, ya yig'lay o'qirdim-ku. Maqanaqdan 3 kun qilamda. O'zandimi kapsiz o'sha sho'x bir balda. O'zingiz bir amravuz qo'rqmaysiz-ku, taqa aynan bir narsa ishlagan vaqtida amravsa, ma'mi ishlamagan tursa debchi. Cho'nglar so'ra qolsa, ma'mi ishlamabdi, ma'mi ishlamabdimi? Ma'mi ishlamaydi-ku. Ishlamasdiki ne qipti, ba'di beribdi, deb o'zimiz tasalli topmiz, ma'lum turlaqas ishqib yog'izdirmayman ki, mana o'tang turganman debchi. Bir amra bog'i. Ha, o'zimdami kapsiz bir muhtarda bir balanz vatdi shu vaqtda. Mendami kapsiz va. Cho'qli malga bog'i. 100 ishlamaydiganiga telefon qilma. Andisha telefon qilma, ansira qilib, ishlab bo'ldim da qolmishim deb. Adash teshmi, yaxshimi desam, yaxshi dedi. O'zi telefon yo'q bizda vaqtda cho'nglar qilamiz. Kim izdaysiz deb opsoldi. Muhtajon bormi o'zim? Ha, bor. Men kapaqay, siz deysizlar dedi. Ha, kim o deb. Men parot desam. Ha, nima bo'ldi deb. Ta'til ishlim. Voy, ishlim. Voy, adash, men ishlamadim deb. Xo'shal. Ani bir chiqdi ta'tildan. Ana nima ishlaydan dedi. Ha, ishlim demak emas, sen bilan ko'rishmoqdan bir tabriz demaymizmi dash? 3 kun qoldi, ma'lum turus qo'ymsan yana bizni desam. Ha, turus qo'ymamda deb. Bu ona degan muvaqqatdan bir nima yamanchilik tutdik ya buni maktabdan.
Muşni yaman çıkıp tuzduk bu yıl. Tel tapşırıq yıldaydı da bir nəslə də qoğuzma. Məqsəd bir amal tapsın deyip oynaq çıkıp tutam dikədi. Raz muşni çıkıp tuzduk bir oğruyan çıkış olmuş tel tapşırıq tapşırmağallan çıkıp tutan oxşaydı desem. Üçü de olmamak. İşte bu ne da işte. Buldu da mən barayımı səkiləmsə dedim. Mən baray deyim. Vəsitim var. Apamdan bir ayalçı vəsitim var. Oturum oynaq toxum oynaq mindiğin. Açlar çapaladı barım. Onu üyüge. Tel tapşırıq var. Matematika, edebiyat. Xanzotlar. Oynaq sıxıb minib barım. Basam. Odaş qanaqılmız desem. Odaş. Bu tapşırıqlarının, tel tapşırıqlarının haddindən ziyad cıqlıqda. Bu malına qara ketmeydi bununla. Qanaqılmız. Oday bir işki bildim yo'q deb turib bakmaymiz mı bunu dedi. Oday mush gutozlar ataş yaxshi yozmaydi qoldir deb bizniki tanlab tashirish qana qilmas desam. Avval yizpaqini avval shunisi yizib tugitpaqini. Tal tapshiriqqa bir ishki deb yozsaqmi? 2 kun tugmadi avval. Uni agar haqiqiy o'tirib mansin ish yozgan bo'lsak ta'til yetmaskan bizga. Bir ishki 3 deb yizib 2 kun aron yizib qilmas. Maktab borgan bir kun qalamda yizib bo'lsiz, olmaydi. Yizib bo'lgan chata yo'q, yizib bo'ldi. Yip yengida bo'l ekan. Ismimiz yizib qo'ygan yerimiz bor, yip yengida bor. Odash, ma yomon yangi qo'ygan bu, amdan yozmabdi deb tashkil qilsam, to'xta, onasini konartin deydi ekan. Qo'llar chiqib boshlaysiz. Qanaq konartimiz atash buni desam, to'xtab tur deb. Saykin tomoq yanglar deb tomoq keldi-da. Sen açırdın. Mana qo'ymas tapsoq. Ochar dedi, ochma. Mesela ben yemiz Cando'yu sayıqlamız, biz aya Cando'yu yemiz emas mı? Cando'da mana bir tutab urup boğan deyken mana sürmez. Sürgenden ki mana yep bitibdi qa. Mana konartimiz bunu qarang. Bir yerlarga mana uzaq. Nati japada ishlaganda tapshiriqni. Japalar yig'ilib ishlaganda uni yo'gaymiz, qo'ltig'imiz sap degan ishqib oyoqlarimizni ishqib dasapaqimiz ham qo'qiyib yiroq turib kuztimiz buni. Ağınan bilan ikkimizning tel tapshiriqda mana kuzdimiz. Odaş, bu çörler digende konarmap diyen opaq turmam da qog'ozlar bu tesh konargan bilan. Ana kimine bu neden da? Kimine bu ne diyen ki shundan ki o ma'qul dablalqa biz ilqa yalan sug'urimiz bizcha taklana. Turpandalqa uzum bog'wa. Erg'wa, ayran ko'chlaydi bu. Bu dehanda bu. Men uchun shaharga ko'chib bo'lgan vaqtimiz. Ko'chlab kun qo'ymizmi? Kun dastlab kun batimiz. Oda qachon avasak buldu buni desek, to'xta. Buni hozir avasak, deganda ko'narmaydi. Avalladash. Avasak, hasibga hamsinikini ko'nish chiqdi. Ajab astaydi ishlabdi deydi. Ma'lum bo'ldi-ku deymizmi? Shuni va ketib xotirjam uxlayman desiniz. Suv boshlab qo'yam da aytdingizga. Shuni bilan va xotirjam uxlayman. Taltashroq bas aytdi. Chiqib qolsam yo'q, suratni qarang. Oda ham qanaqa qilamiz buni desam, bu to'xta odash, suvzat nima bo'lganligini tatib chiqirmizda. Ha ma'qul deyman, suv sug'urib bo'lgandan keyin oshadan ko'shlab suvlarni chiqarib chiqarsak, qilqillar paxta dalib qoldiram. Shuni bilanki ham bu chataq oldik bu deb men yig'lay deb turganman. Biroz oshada nima bo'ldi desam, "Voq, yig'layapman edi. Oshachilik yana qolgan." Nima ish bo'ldi deb yig'layapman-chi. Shuni bilan qarab turib ketib berma, buni ochig'imga ketib bordi. Muşiniz degandan sırt yaxshiroq o'quvchiniga kelib ko'chasan chopara. Konartishni sen bildigan bo'lganki, bir remontxonaga bir mashina dasti bassan chopara. Bu o'zing uyda opang tomoq atmaydan deb mishalar kelib saylar, nelar kelib. Parat deb o'zimgacha. Ajnanda ketdimi, shundan qanaqa qilmadim. Apra ben bu qurtma deyman da, bu qurtma desam. Ya bunu qurtay desam bu bir kun quramdi bu. Estağfurullah deyman, shuni bilanki ottoplaga yey qo'yma. Mush bir quruq edi deb. Maktab borsam ma'lum taltapshir aka yig'imiz deydi. Buni yig'donga birab ketdi. Ancha. Ba maydonlar chiqdi, imtihonlar chiqdi. Tat deganda ko'nar tuplamag'anlar chiqdi. Qirg'inga dedi-cha, bizga o'xshashlar bor deyishmagan bilamiz uni. Shuna bilanki qanaqa katta deymiz ham. Ma'lum opam bir gaplarimiz bundaqda bir ko'chaymashga berib turib qo'ydim deganimiz. O men ishlab bo'lgan ma'lum, 5 kun ishlab bo'ldim. Bir ko'chirim deydi berib qo'ydim. Naqib qarang. Seningda ko'chirlar chiqdimi deb. Voy ma'lum, mendan do'tlab aka da qo'yma qarang. Anasi haftan birgacha aka pam sanmay deyman. Ha ma'qul deyman, birdan o'giz chiqib qarayman, to'zi qurg'andimi deb. Shuni o'ylanaki men nima nazarda saqlab, bu qurg'an bilib bu qurdi xat 3 kitdi desanglar bo'lar ekan. Bu qurdi bu xat 3 kitdi.
Ey, şunu ağınam telefon. Ey, sen qurdumasa men navaqa qurib qo'yildi. Xeting bormi kelsa men gang videosida tursam nima qilaman? Men qalam yozgan emas buni. Shuni olanki 3 kun yana berishga yozganlarim japa bekor ket. Qurtibdi qani. Men o'ylayman, xeyli aqlli bolalar munchilik bir nima qilib bo'lmaydi deb aqli kelib bo'lmaydi. Biz aynan qildigan. Shundaq bir texniklarimiz bo'ldi ancha burun. Maktab boshlanib, o'qish boshlanib, bolalarga ma'lum dars topshiriq bersa, men ta'til topshiriq ishlaydigan qaram. Men ta'til topshiriqni men mavsum tugicha aral ishlab bersam, qish ta'til topshiriq qilgan qaram. Ta'til topshiriq bir-birisiga ulatlamancha, bir-birisiga ulatla. Qish ta'til qiz qaram. Bir oyli var vaqtda qish ta'tilni. Azroq o'ynaymading. Ha, birinchi kun olgan kun parat bir ko'nglashmamsa, ikkinchi kundan boshlab ra'ros ishlar ketmamsa deymanmi? İkinci gün oldu. Aran 2 gün oldu. Ey. 2 gün bunchilikdan tirgil tursan qana o'tdi-da. Haysa konardan strike etsan, onas 5 kilo qasam bug'daychi. Men buni qanda. Aynan sürüp yem to'shib o'tma qarang. Yana o'qish boshlagan yana ishlayman. Kichiklar yozliqda tushib aynan bir. Qishda qanday ko'nirtisiz masalanga? Nimani? Ko'mib qo'yishmi tas bu qishda? Bu qanday ko'nirtish bir texnika yig'ildingizmi yoki? Yo'q, qishda biza chin qildiqni rost. Buni qarang, bat yuzini, teshini konart qilganingiz bilan, mana yapilgandan keyin qilib ko'rsan, oppoq turib kelmas buniki. Timchin qildik qarang. Ayna o'g'aniki yonchig'im surkayapmisak, jiqpala o'gin oldi-da, mana yantirabmanda, bunda qis surkayapsiz-ku. Oy, meni yig'iltatdingizmi? Sening suyularni tasvol anjiqga aytdim-sizlar vallahi. Anjiqga aytdim-da, mana alqat jozdan surtgan dasmallarga, ash dasmal bilan mana qilsa, qan nimaligini bilmaydi. Aynan bir konartib qildim. Men bu savolni to'g'ri ishladimmi, xato ishladimmi? O'g'lim qarig'iz yo'q. Uning o'zi sen shu jiqaroqsal qilib balim achidangandan qilib ochmasligim mumkin-ku, mana yerda. Bal bo'stan basaylan chaplab ustiga. Nima qilsa, ammo aynan bir ishlarimiz bo'lgan. Texniklarimiz, shundaq bir aqlliq vaqtlarimiz bo'lgan bizning kichik vaqtlarimizda. Shu hozir hamda men demoqchi, aynan kepsiz bolalarni ko'rib qolgan vaqtda topshiriq so'rasak, jimma bo'lib qoldi. To'g'ri, ha, rostmi? Bunda qilgandan uyda jimma. Topshirig'ini ishildingmi deydi. Ya, onamiz ta'til topshirgan ishildingmi? Dapli boshlaydi-da billa. Oldin qattimga bir hukmimiz bo'ldi. Uma aqlli tozama. Ta'til ishildingmi desam, va ta'til topshirib ariq ishlayotma, ching tutmay olsa deb. Ey, sen olim xabar ko'mabsa, muqim mavi yuqumli xullan mush ta'til topshirib bu yil ching tutdi. Desam, o'ynaqmika deb, voy hozir amiyat beryapti, sen kech berib xabardan ko'rib baqa. O'z gap tashvir etmasangda juma boshqa desam. O shunaqmi deb yetdi deding-a o. Tuzing bilasizmi deb o. Shuni Allohga opsimon qo'shib, sizma toz ekansiz deb. Voy eshitdim demdi-ku, ta'til topshirib yipman qildim desam, opa kitna urumchiga kitna deb turgan o'yin qilib olgan dedi qaramaslar. Kitna deb. Hozir ko'rsam men nima deb jil qilman. Ham 4-yillik chiqibdi, yana 2 yil qilalar ekanman uni. Bizni shu maktab hayotimizda toki oliy maktabga chiqquncha, oliy maktabdami topshiriqdan qo'rqqanmiz. Chunki kasbimiz, bizning kasbimiz boshqa maktab qaraganda alayda. Lekin buni konart qilmaydi, uni cho'qim naqmaydan so'zlaydan so'ng konarga qilmaydi. Bizning imtihonlarimizmi alayda. Masalan, boshqa maktabning imtihonlari 40 necha bola bir sinfda o'tirib, ilk bir-biridan ko'chiralaydi, bilmasa deb beralaydi, sharat qilalaydi. Bizni qana berimiz birdan kirib berimiz imtihonni. Ko'chaga olmaydi, sizning savolingiz bilan xalqning savol o'xshamaydi. To'g'ri. Mush darajada bo'lg'ashqa topshiriqdan qo'rqiblam shu o'quvchilik hayotini biz oxirlashtirgan. Yil ham qo'rqaymiz Yil ham qo'rqaymiz. Hozir ta'til topshiriq kelib chiqib bizlar yurak po'q bo'ldi. Hozir yomon o'tib ketganman qadrichi, men tuzuk topshirib boqmagan ekan, qadri yomon o'tib ketganman. Bir vaqtda sinfda ta'til topshiriq berib bir o'quvchi kam qapti dedi. Men ma'lum bo'lmay olmasam mayli, mushu dars yaxshi o'quvchilar, mushlar o'zlari ishlasin, men o'zim qurbonlik berib, mush qatimqi mush ta'til topshiriq o'rganish fursatida men voz kechdim desam, dars eng yaxshi o'quvchiga bermay, men o'rganmasa ishlaysan shuni deb. Manda ishdan bo'lgan. Elqi bizning bir saboqdashimiz bo'ldigan, shundaq kapsiz, sizga o'xshaydi ekanda. Ammo biz qizlar aral gap anglab turamiz-ku. Aralda bir nim qilamiz. O'zimizga so'raymiz maktablarda. Lekin o'g'illarning kapsizligiga biz so'qib bermaymiz. Shundaq bir saboqdashim bo'ldigan, sizning besib tushirgan kapsizlikda. Shunaqmi? Shuning bilan muallimning ochiq deganning ajoyib patida, men tabiiy fandan chiqqan emasmi? Bizning muallim ximiya beradi, sinf mas'ulimiz.
Shundaq o sinf mas'ulimizning ovozi koridorda gap qildigan bo'lsa 3-qavatdan 1-qavatdagilar anglaydi. Ma'lum degan qo'lni kayniga shundoq tutib, shundoq qilib bir gap qildigan bo'lsa, bo'ldi biz yo'q. Koridordagilar nadan ma koridordan chiqqan bo'lsak 1 minut ketmaydi-ya, pul bering desa undaq jugamayman hozir. A koridordan ko'rib qolsak, ma'lumni jugagan paytda binoning obishidan chiqib, yana bir koridorda sinfda o'tirib bo'ladiqchimi? Ma'lum obashda mabash kirib bo'lgacha. Shu darajada surbatdi ma'lumning. Shu bilan oxirida birsi davatda topshiriqni to'liq ishlamay, anandagi dars o'tsa tuzuk anglamay, eng oxirida imtihonni to'van oldida. Shu bilan ma'lum gap qilay desa texi, gap qilmay desa texi. Shuni bilan oxir to'xta deb ma'lumni ochiq bak yomanda. Endi gap qilay deb sinib deganning mayli yaxshi o'qayli, mayli yaxshi o'qimayli titrab o'tiradiqda ma'lumni. Ochiq shundoqlik kel, o'ydim qo'rqmaymiz undaq, o'ydim qo'rqmaymiz-ku odatda. O'yd bekrak erkilaymiz texi. Shuning bilan biz hammaylar bir-birimiz qarshib o'g'irdak o'tirimiz sinfda. Shu bilan ma'lum keliblar. Ha, va cho'g'an nimish qilay deysa? Ha? Mushundaq qilib sen cho'g'an nimish qilay deysa deydi. Nima deb javob berdi bilamiz? Ma'lumnim kuldirbatdi, bizmi kuldik 1 soat. Nima deb bilamsiz? Mush dading, bak yomon seninki. Gap qilay desam, texi balam, gap qilmay desam, texi. O'zing bir deb baqa nima ish qilmoqchi cho'ng olsang dedi. Degandan keyinlar, yilqi bol nima deb bilamsiz? Cho'ng olsam, ma'lum bo'lma. Men jiq topshiriq bermayman deydi qaram. Cho'ng olsam ma'lum bo'lma. Men zotim topshiriq bergandan men berib topshiriq deganni deb o'yladi-da. Shundaq bir timtas sinib, ma'lum bek kulib ketgan shu chaqda. Rostlam, shundaq bir qiziqarli tepishmoqlarimiz bor. Dunyoda kim eng ahmoq desa, ma'lum deydigan. Kim o? Dunyoda kim eng ahmoq deb savol so'raydi o'yilqi. G'alit savol, g'alit javobda men bir kitobdan ko'rgandim. O kitobda dunyoda kim eng ahmoq desa, ma'lum deb javob berdi ekan. Eng to'g'ri javob ma'lumga uniki. Nimish ma'lum deydigan ahmoq deb desak, g'alit savol, g'alit javobku, o'yinliq bir savol. Bilib turib so'raydi deb. Ha, to'g'ri, bilib turib so'raydi deb. Ashaq bir savolliq bir javoblarimiz bo'ldigan. Lekin shundaq bir cho'ng'olimiz biz yiliq ko'rikda o'tab bo'ldik-da hozir. Masalan, qizingiz cho'ng bo'lyapti, kelgisi men turmush qursam, o'g'lim bo'ldi, qizim bo'ldi o'tirib. Shuning bilan o'tirmizda qizingiz maktabga shunday bir kirdi, boshqa gapning hojati yo'q. Qizim topshirig'ingizni ishladingizmi degandan keyin deb boshlaydi-da. Lekin hamda meni balamni menga o'xshash bolam ekanmi deyman kepsiz. Ha, unda dema, unda dema. Men mushu bivoz taqtish orqali do'stlar shunday demoqchi, bir narsani ko'rmoqchi bo'lsangizlar, men basingizlar shuni o'stira ketdimman. Cho'nmig'ida ko'narib o'tiraman. O'zimninki tunagili bir og'am bir qachon bat edi, shuni kumib, bir narsa qilib berib o'sha ko'narib ketib boqaymiga demoqchi. Qadimiy yodgor qilib satay dedingizmi? Bu asli meniki talant ekanligini men bilmay qolibdim. Rostmi? Ha. Men bir gap deb berayinki. Men bir odam Xotandan bir gilam setib oldi ekan, ha. Asli kod gilam ekan-ku. 200 yil bo'lgan gilam ekan-ku, 300 yilmi? Yil bo'lgan gilam ekan-ku. Buni men tig'im ko'rnatmasam bo'lmaydi buni deb. Ashu Xotanda menga kaycha qaragan avtobusni ostiga chigib buni so'ydirib akeldimi, yo qana qilib akeldiki, Urumchiga kelgan vaqtida, gilam ya so'rinib tugabdi deydi. Biroz so'gan ishga juma. Unaqidan yana bir savol. Bu men ashtaqa qilib bir gilamni akilib uni tig'im ko'nartish kerak-ku buni deb, ammo yoshlar bog'chasidagi hozir qo'ygan ravoqni ostiga kim qo'yibdi-ku, u vaqt ravoq yo'q ekanda. Kim qo'yib, bir yildan keyin chiqarib olmaganmi desa, hozir bilamiz hamma ushqana taraqqiy qilib hammalar bir narsa silin ketdi-ku, ash ravoqni ostida deydi o'sha gilamni. Voy, qadimiy yodgorliklar bor ekan. Rasishda tapagan ya yumurmo ya. Ko'chlab boqaymikin degan. Mush ina qadrsin deb basa, bir berib ko'rib, mush gilamlarni bir ko'rsam, ha? Hozir menimcha chirib tugdi bu. Mushu qani anda olsam naqlayli do'stlar. Qiziqarli kelganimda eshitdik, o'qituvchilar bayrami to'g'riliqni paranglashdik. Nayt qiziqarli biz o'qituvchilarni azroq bir ani deb qolgan bilan ishlanimda eshitdik, yumurlanimda eshitdik. Qani anda olsa filmdan huzur elishingizni tavsiya qilamiz. Dehqonlar ekranimiz bo'lsin. Oqshomdigina, oqshom. Bir qiz bilan tunish qoldim, bir qiz bilan tunish qoldim.
Qattiq telefon numarını depemdi digine. Qattiq telefon numarini dapamida. Endi o'raversan. O'zing digina deding-ku. Maskansak. Yaxshimisiz? Oydiron boramsiz? Ha, borma? Necha pul? 100 koy. 100 koy. Bo'pti. Voy, to'xtang. Baat alashmadingiz-ku. Mayli eshitdim. Ya, baat alashmasangiz bo'lmaydi. Siz baat alashsangiz deydigan gaplarimni o'ylashib qolgan tursam. Baat alashing. Unda bo'lsa 30 koy olib qo'yamsiz. 30 koy? 30 koy azam bo'lib qoldi. Qo'ysa? Külmemdeki. Ha, endi har xil ariyangizni temalarni paranglashdik. Meningcha endi mushu Bayqışın deyişeyli. Muşu film ko'rish aralığıdaki kişilerini deyişeyli. masalan, Ama şu 1 minutdan aldırı kişilerini. Tamam qanaqaraq ekan. intayin esilkan, intayin tetishlikan, intayin quvvatlik. Ben quvvatlik ko'rdim buni. Intayin quvvatlikka. Qandaq muşu biz programma başlanışdan burun sizga va menga shunaq bir sovuq qilgan ishlar bor. Men 3 kilo o'ruqlab ketdim. Sizga qandaq ta'sirlar bo'ldi? Birinchisi kuchtingir bo'ldim. Ikkinchisi bunday emas. Uyqum qonmaydigandek, ashunaq qo'patdim degan uchun. Amaliyotda qarasangiz, uyqum qon ketgan. Lekin yana bir xil og'riqlik qiladi. Hozir atigin tetik qo'yib ketdim. Demak, charchashni tugtibdi unimni. To'g'ri. Demisimi biz kundan kunga har qitimliq programmamizda jonlanib kelsak ketimiz, jonsiz bir qitimimiz yo'q. To'g'ri. Biz birinchi sondan ikkinchi sonjonliq, ikkinchi son, uchinchi son qashindaq qilib, 9-chi songa ulashdik. To'g'ri. Ati 10-chi son o't ketdi-da, masalan. Ati 10-chi sonni boshqa bir xil Tag'ama komediyalik. shaklda ilib bormoqchi. Bangani deyishyapmiz hamda Gulqayra bilan. Filmlar hech bo'lmaganda odatda 2 stakkan ishkamisa, bugun 3 stakkan ishmasa bo'lmaydi. Ya, chunki atiga cho'qim ma'lumot darsini yana unutib qolibsiz. Ma'lum undaq deganda, kali yiliga kollagenlik oqsil peptidining mush bir qipi odam badanida bir kunlik ehtiyojli bo'lgan mushu butun quvvat mushu bir qopning ichida deganda. Bu o'tgan qitimliq darsida biz azroq bir sog'lomlik darsini angladik, ma'lumda o'zingiz angladingiz. Unutib qolibsiz-da, men o'quvchida biz ustozimizning oldida mangu bir bola. Ma'lum ashtaq deganda miqdordan eshib ketgandan keyin sizga o'sha hazm bo'lib chiqib ketadi ekan u. Cho'q bir qop. Boyiqdi. Yetdimi? Yetdi. Lekin men ta'miga chidamay ishkis kelyapti ha. Bir xillik ko'nib qoldingizmi? Topdingiz. Ta'miga ko'nib qoldik ha. Ko'nib qoldim. Uning ustiga ben odat shaklan qoldimmi, qanday bo'ldi? Cho'qim o'rgib yoki mushakasam yedisam go, azliq chamolimnikin ichim, ha. Uyga olsam o'zimnikin ichidan bo'lgan ekan, men jiqroq ichidan qoldim endi. Uyda u odat qoldi-da, uyda cho'qim ishmisam bo'lmaydigan. Cho'qim mening kundalik tartibimda bor. Attigin o'rimdan qo'pib bir, keshligi bir. Ham tushligi, hamda nima deymiz, tushligi asosan uyda bo'lmayman. Bir qopni bilib ichdik demak. Ha, to'g'ri. Anda bu. Miya kelsam tushkash deb o'taman men. Bekorlik qilgandikan. Ishchilarman men. Endi buning birinchidan ta'miga chidamaymiz, ikkinchidan buningki bizni so'zlatayotgan narsa nima desa, mush energiya mushundan kelgan. Demasak bo'lmaydi. Tunogin bir son hech kimga gap bermay so'zlab ketdim. To'g'ri, tunogin rost bir hech qaysimiz gap bermay Gulqayra. Bir eg'iz gap bermay so'zlab ketdim. Voy, men bas turdim lekin voy deb. Tunogin ham nima bo'ldi desanglar, men programma tugab ketsimi, unumay 15 minutcha so'zlab turaman. Ha, işte bo'ldi. Andan keyin yana bir ishlar bor bu yerda. Nima ishlar bor? Siz mushu kollagenlik oqsil peptidini damlab shunday qo'zdirib ichayotgan vaqtda men telefon qabul qildim. Esingiz keldimi? 1 minutdan ichida bo'lgan vaqa. Ha. Telefonda nima deydi desanglar, Qashqarlik bir hadimiz. Buni iste'mol qilib rahmat aytib telefon qilibdi. Qiziq liniyadan rahmat aytib telefon qilibdi. Bu hadimizning teniga salomatlik,
ömürge uzun ömür, to'g'roq yashini tilaymiz. Sog'lomlik sizga mangu yor bo'lsin. Sizga rahmat. De, hozir yana bizning bu programmani ko'rayotgan do'stlar bo'lsa, bizning shu nimani ham bir askartib qo'ying. Undizarninki adam qo'shilgan ramkisimi? Adam boshqalarga faqat deb bermayman, o'zimlam ichima degan bir niyat bilan deb biray to'xtang, men demsak olmaydi desam bo'ldi, o'zim ichima deb anglag'il olmagandan foydasiymi shu? Men deb biray, Öndidaringizning izlash ramkasidan energiya bozor desangiz, shundoq omoq bir kalbada kuchtingir bir kalba. Ashnanga kirib, Xinjiang Changzhou Guruhining ko'zir mahsuloti, shundaqli faoliyatlik mahsulotlari, har xil quvvat yemakliklari, sarxil faoliyatlar sizni kutib turmoqda. To'g'ri. Igilik tiklash sahnasi, haqsiz do'konlar, darslar, muallimning hozir davatgan necha vaqtning berib, hozir 9-songacha davatgan Changzhou Guruhida sizlar uchun faqat va faqat sizlar uchun yo'l qo'ygan e'tibor baho, mukofot faoliyatlar, sovg'atlar sizlarni kutib turdi. To'g'ri. Lekin vaqtliqchimi fursatni chang tutinglar. To'g'ri deysiz. Qanday bo'lsa hozircha endi qaysi temalarda paranglashib do'stlarni tutib tursak bo'ladi sizningcha? Bugungi bir shunday biray. Ha, tamam. Bugün bir yanlışın da biray, ya. Bugün mat kelgan telefon, muşun bilan 17-chi qatimliq telefon. Ha. Adam Energiya bozor. Sifatli mahsulot, ishiltish qulaylik, yetkazilishi tez, ishonchli marka, kapolatga ega sifat. Tenimizning sog'lomligi hayotlik yo'limizning davom ettiruvchisi, turmushimizning eng kuchli energiyasi. Siz izlayotgan sifatli ham ishonchli sog'lomlik mahsulotlari dal bizning energiya bozorimizda. Xinjiang Changzhou Guruhining kichik apchiqini tushirish orqali uyda o'ltiribla eng sifatli, unumli turli sog'lomlik mahsulotlarini sotib ola olasiz. Energiya bozoriga vakolatchi bo'lib, eng ilg'or tursul sistemimizda pul tepish usuli bilan iqtisodiy kirimingizni oshira olasiz. Xinjiang Changzhou Guruhi sizga sog'lomlik sohasi va tursoda afzalligining yo'g'rilmasi bo'lgan energiya bozoridan iborat qo'shtinliq kichik apchaqni sovg'a sifatida sundi.